Yaxşımsızlar karxançılar, yaxşımsızlar Kuyuç ekranındaki barlıq tordaşlar. Mən Tədbir Karxan Başquruş Məsləhətçilik şirkətinin qurğucusu, şundaqla Ustazlar Tərəqqiyat səhnəsinin baş planlovçusu, bugünkü dərsimizin riyasətçisi Qurbancandan həmmаңlarga otuq salam və ali ehtiram. Unda bolsa, bugünkü dərsimiz hazır başlandı. Dərs başlaşdan burun Ustazlar Tərəqqiyat səhnəsini alayda qollagan karxanlarımızı bir tunuşturub ötsək. Şinjan Sırlıq Güzel Biyopending şirketinden Ekber Efendim qarşı alımız. Ömür Çolpun şirketinden Yusufcan direktör qarşı alımız. Şinjan Dilabivi Soçak şirketinden Ayşe qarşı alımız. Şah Güzel Biyopending şirketinden Zulpiya Hanım qarşı alımız. Hale şirketi Kıran Bürküt Grupsu'nun kurgucusu Rızvangül Hanım qarşı alımız. Ömür Çolpun şirketinin lideri Ekbercan Efendim qarşı alımız. Şinjan Sehergül Soçak şirketinin lideri Aliye Lider qarşı alımız. Beijing Elbilan Guruhi'den Perizat Hanım qarşı alımız. Şinjan Nurbilik Soçak şirketinin lideri Gülzar Hanım qarşı alımız. Şinjan Yaxşılar şirketinin lideri Aynur Hanım qarşı alımız. Abdurrahman Malım'ı təklif qılımız. Qani Abdurrahman Malım səhnəyə mərhəmət. Kökten tamduk, yerden ündük. Çankıgan zımının teşnalıkını, zarıkkan közlerinin cesaretini nişan kıl. Az bozumu zımında yeşillik verişini, kum borallağı fırsat verişini. Hiç bulmağında emgek terlerimizin doğru ornuda halkı sunuşunu layık kıl. Cahan iktisadi kaynaklarının rekabetli tolgan yukarı teknik binantılarının yırak makanda öz burcumuzda şeref bilen üstümüzde olduk ki hem de biz yıldızlarımız bilen anı makanını mehkem kucaklayımız. Anı toprakka olğunumuzdan köprek kaydırıp yüzümüz yoruk yaşaşını ümit kılımız. Goya baharda 8 kelgünüden keyinki en kısa vakitte mayıs tartıp kağcırıgan toprakını mehkem tamallap ve nişansız barahallağı sayı taşlap kum borallağı karşı müstehkem hayatlık sefirini kurmakçımız. Abdurrahman Fəttar Əvf Toğraq boyunu özü cəmləşini arman qılan Toğraq şirketinin lideri. Abdurrahman Fəttar Əvf Ögən Vadisi'nin Toğsu kanatıda göz başqı. Rayonimizdeki tuncu xalqara kəsbi tərbiyələş ustazı salayetini hazırlayan muvaffaqiyetli yetekleş ustası. Abdurrahman Kulaşqı tegişli çok yürekler üçün bir sel gün bosumu, sizler yaşı kıldıgan şu ballarınlar üçün bosumu, sizlerini kollaydıgan şu dostlarınlar üçün bosumu vazgeçmeyenler hemmisi neticenin saklatıdı az kaldı. Bunda bir gap barçı, ben nahayet yaşı görmem. Ama adam senin ilgiz yaki pes uçqanlığını dikkat kıldı değil. Lekin seni en yaşı görgen adamlar sen uçuvatkanca da ağan ağmağanlığını dikkat kıldı değil. Şu uçuvatkanlığını dikkat kılınlar, ağan ağmağanlığını ağlını sorap koyuyorlar. Biz qo'llarni qo'yatmaymiz, sizlar qo'yatmasanlar. Sizlar faqat tirishman deydigan, erishman deydigan shu narsa bo'lsa, biz har vaqt yordam berishni xohlaymiz. Hayotimiz bilan. Endi cho'g'la yelinjaydi. Qaltis. Qalbimiz minnatdorlik ilgida yayraydi-ki, vah! Nima degan go'zal bir kun bu. Umid tutulgan, ishonch tutulgan. Vah! Nima degan güzel bir gün bu. Fırsat tutulgan, cesaret tutulgan. Qaltis. Yaşasın. Burçumuzni köpletken to'g'roq ruhi. Yaşasın. O'rnidan dars turib, endi tirishmay qo'ymayman. Endi qalbi qozonmay qo'ymayman davatgan buruch eginlari. Yaşasın. Endi bu kısa ömrümni her günü qaytadan tug'iladigan yip yeni bir qarlig'ach ro'yi bilan qorallandiraman degichida. Yaşasın ümit, yaşasın cesaret, yaşasın izchillik, yaşasın to'g'roq ruhi. Hammalarning kechliginglar xayrli bo'lsin. Rahmat. O'tiringlar, dars boshlaymiz. Mening darsni bir anglab baqalı bormi? Aranglarda qo'l ko'tarib baqinglar, anglab baqinglar. Yeriminglar anglabsizlar, yeriminglar. Bugun tunji qaytim anglashinglar bo'lishi mumkin. Nihoyat yaxshi, Bugun
ustozlar taraqqiyot sahnasi, ya'ni Ming Shidao Tai deydi. O'sha sahnada sizlar yuz ko'rishdik. Intayin qo'shalman. O'z vaqtida shu faoliyatni tashkillagan necha shogirdlarimni men Shanxayga o'rganishga olib borgan chog'da dal mana shunday cho'ng ustozlarning sahnasida Ming Shidao Tai degan olib borgan chog'da ular shuningdan bir ilhom olib shunday yaxshi bir sahnalarni hozirladi. Buni yaxshi bo'ldi. Chunki men izchil o'z vaqtida Shinjang tarbiyasini boshlagan vaqtimda Shinjangdimi mana shunday yaxshi sahnalarning bo'lishini, yaxshi korxonchilarga bir o'rganish so'rini hozirlashni, Shinjangning har bir rayonlarigacha ilm shunday bir muvaffaqiyatning uchullarini, har xil o'rganishlarni xalqimizga yetkazish maqsad qilgan. Mana hozir shogirdlarimiz yetishib chiqib, oxiri bu umidimizni oqladi. Bularga bir javob berib o'taylik. Yaraysizlar yigitlar. Endi bugun meningki sizlarga o'rtoqlashadigan so'zlab beradigan temam ismi nima ekan? Satmay qo'ymayman. Men buni so'zlar orqali uzun zamonlar bo'ldi. Chunki men tarbiya sohasida men vaqtlar hozir 10 yilga yaqin vaqt bo'lib qoldi. Nurg'unlagan millionerlar yetishib chiqdi, nurg'unlagan korxonachilar yetishib chiqdi. Mana hozir hammasi bir-birlab o'zining mevasini ko'ryapti. Mana Gulzar, yana bizningki o'zimning shogirdlardan birisi nurg'unlar balla bor. Xo'sh, unda bo'lsa, bugun satmay qo'ymayman degan bir tema bilan sizlarga o'rtoqlashamiz. Unda bo'lsa, satmay qo'ymayman. Mushning ismidan chiqib turdi. Biz bugun so'zlayotgan mazmun setish munosabatlik. Aranglarda setish bilan shug'ullanganlar bormi? Hammamiz shunami? Amaliyotda nurg'un setishni o'rganishdan burun avval setishning nimaligini tushunishimiz kerak. Setishni tushungandan bo'ladi. Setishga bir muhabbat tug'iladi. Uni yaxshi ko'ramiz. Uni yaxshi ko'rgan chaqda uning qarta biz izlanamiz, cho'nqirlaymiz. Qancha cho'nqirlagancha bizning bilimimiz yuqori ko'tarildi. Bilimimiz qancha yuqori ko'tarilgancha bizningki albatta muvaffaqiyat qozonish nisbatimiz shuncha yuqori ko'tarildi. Chunki sizning iqtidoringiz bilan muvaffaqiyatingiz mangu o'ng tanasib. To'g'rimi emasmi? Shunga har qanday vaqtda o'zimizningki bilimimizni yuqori ko'tarishimiz kerak. Endi setishning o'zi biz mayli korxonchi bo'laylik, mayli yangidan ilisiyaga odam bo'laylik, va har qanday qadam cho'qim o'rganimiz bo'lmaydigan bir iqtidor, bir ilm. Chunki boshqa ishni bilmasangiz, setishdan iborat bu iqtidorni o'rganib oldingiz, sizning mangu yonchog'ingizdan pul kam bo'lmaydi. To'g'rimi emasmi? Hammamiz orzu qiladigan ishlar. Masalan, nurg'unlarning shirkat quribsizlar, shu sizlarningki shirkatdagi har bir xodimlar setishni qancha yaxshi o'rgansa, albatta ularning kirimi to'xtamay uzilmasa, biz orzu qiladigan narsa shu. Korxona qurishdan maqsad o'zimiz yolg'iz pul tepish emas. Mushu sahna orqali nurg'unlagan xalqimizga, nurg'unlagan kishilarimizga pul tepish, egillik tiklash fursatini yaratib berish. To'g'rimi emasmi? Demak, mushu burish bilan biz korxona quryapmiz, ham qurimiz. Demak, bu setish dal mushundaq bir sahna orqali ularga bir setishningki fursatini berdik. Ular shu iqtidorni egalladi, andan keyin o'zining taraqqiyot yo'lini topdi degan gap. Xo'sh, endi nurg'un do'stlarimizdan avval so'rdim. Ya'ni sizlar sotquchimi emasmi yoki setish bilan shug'ullanamsizlar deb. Nurg'un do'stlar ma'lum bir korxona jo'b bo'lgandan keyin, shirkat qurib bo'lgandan keyin endi men sotmasam bo'ladi yoki men sotquchi emas, endi setish bilimning qildigan ishi, sotquchi bolalarning qildigan ish deb o'ylaydi. Demak, unda emas. Har birimiz sotquchi. Agar xo'jayin bo'lgan bo'lsakmi, shuna bir gap bor. 所有的大老板都是开着车的大业务员deydi. Nima degan gap desa, barliq cho'ng xo'jayinlarmi mashina haydab olgan cho'ng sotquchi. Amiyatda demak, xo'jayin bo'ling, va yoki siz artist bo'ling, va yoki oila o'tirgan bir ayol bo'ling, mayli bir hunarvan bo'ling, har qanday bir kishi setish ilmida bir sotquchi deb qaraldi. Demak, har birsimizning setish iqtidorimizning yuqori tovanligi bizningki kirimimizning, o'rnimizning yuqori tovanligi bilan o'ng tanasib bo'lgan bo'ldi. Amaliyotda mishada hozir nurg'unlarimiz o'tirg'i chiqib, nihoyat yaxshi bo'lgan bir suhbatda o'tiryapsizlar. Mushumi nima? Setish. To'g'rimi emasmi? Tashviqotimiz bo'yatdi, amaliyot setilyapti degan gap. Mishada taqim aktiv o'ltirib, qizg'in o'ltirib, ovoz qo'shib o'tganlar balkim o'xshash o'rin o'tgan bilan boshqalarni o'zingni tunishinglarmi yana o'xshamasligi mumkin. Demak, xayrida nurg'un vaqt o'xshash, sahna o'xshash, o'zimizni qanchalik sota olishimiz, qanchalik ifodalay olishimiz o'zimizning va korxonamizning tunishi bilan munosabatli bo'lgan bo'ldi. Masalan, marka yaratish deymiz. Marka odat ikki xil bo'ladi. Biri o'zimizningki go'rim pinpay deymiz, shaxsiy marka. Yana birisi-chu, chiye pinpay, ya'ni korxona markasi. Ba'zilarimizning shirkatni bek taniydi, ba'zilarimizning o'zimizni bek taniydi. Masalan, mening shirkatimning to'g'ri shirkati ba'zilarini tanish mumkin, lekin Abdurahmon Battar ma'lum desa, shirkatimdan bekroq meni taniydi. Undan mening shirkatim
Gırım Pimpey asas kılınan şirket olup. Mesela Mayun, Alibaba'nın tanıydı, Mayun da sen tanıydı. Şuna koy, der şuna oxşaydı. Endi bugün biz Amet qaysı markani tanıtımız mişayning o'zida. Albatta o'zinglarni tanıtısizlar, şirkatni tanıtısizlar, qanchalik tanıtısizlar, bu o'zimizningki ifodalashimizga, shu har bir xalqining setish bilan maslahatga diqqat qila olishimizda degan gap. O'shadagi kiyinishinglar, o'ltirishinglar, gap so'zinglarni amaliyotda setish boshlanib ketdi. Ekran ochildi, alliburun setish boshlanib ketdi. Avval men chiqishdan burun sizlarga bir filmni qo'yib berdim, to'g'rimi? Abdurahmon muallim qanday odamdi? Anglab baqqanligi tushundi. Aranglarda anglab baxmaganlar bo'lsa yoki ekran oldida meni ko'rib baxmagan do'stlar bo'lsa. Avval a filmda men tonamda o'tirmamdi. Toniydi. Alliburun menmi setishni boshlab etdim degan gap. Chunki necha 10 minglagan odam mening kimligimni yana bir qatam bilish kerak. Bilmaganlar. Demak, setish har bir qadamda bo'ladi. Korxonchimi, sahnadagi odamlarmi, hunarvanlarmi. Masalan, bizda nurg'un yaxshi mayli yemekler bo'lsin, yaxshi mahsulotlar bor. Biz o'zimizni eng yaxshi sota olsak, dunyoviy yarag'idek mahsulotlarimiz bor amiyat. Shunchalik tabiiy, shunchalik esil. Lekin setishni bilmasakchi, shu o'zimizning kichik chambergimizni sotamiz. Biz cho'ng bayrog'imiz bormi, kichik bayrog'imiz bormi? Albatta menimcha hammamizdan jiqroq pul tepib, cho'ngroq xalqaro baylarning qatoridan o'rinog'imiz bor. To'g'rimi emasmi? Unda bo'lsa, bizning egallagan bozorimizning cho'ngligi bizning topadigan pulimizning cho'ng kichik bilan o'ng tanasi bo'lgan bo'ldi. Demak, bizning setish doiramizmi? Qanchaki cho'ng bo'lsa, bizning kirimimiz shuncha cho'ng. Nasa qaraydigan bo'lsanglar, nurg'ulg'an korxonalar bor. Alibaba, deylik, masalan, Jongodagi oldin qatoridagi boy bo'ldi, shunami? Nasa Amazonchu. U dunyodagi baylar qatoridan. Nima uchun? Uning bozori butun dunyoni qoplagan. Alibabachu Jongoni qoplagan. Sizning bozoringizchu Şinjan'daki ma'lum bir rayonni balkim. Demek, şu bozor biz qancha ko'p doiraga chiqa olsak, qancha cho'ng bozorga yuzlansak, tashi changlaymiz-ku. Anandan keyin bizning topadigan kirimizmi shuning yuqori bo'ladi degan. Shunga hammamiz bu setishni o'rganish oddiy. Har bir setish, ya'ni xodimlar bilan masalan bir sotadigan ahvollar bor. Ya'ni odamlarimiz xaridorlar bilan bir mas fikrlashib turib, bir fikrlashib turadigan ahvollar bor. Yediyi. Mana shunday bir sahna orqali yediyi do, ya'ni bir pingtay orqali biz bir odam ko'pga yuzinib turib sotadigan ahvollar bor. Nurg'ulg'an usullar bor. Endi uning hammini biz bir-birlab o'rganishimiz to'g'ri keldi. Endi men bugun uning hammini so'zlab bir bo'lmayman, sotmay qo'ymayman degan darsimni naq maydon darsda 3 kech kunduz so'zlandi. Sen tiyan sen ye deymiz. Degan bir boshlab o'tirsak, kecha vaqti bundan keyin oxirlashadi. 3 kun so'zlakmi tugamaydi. O texe dersimizden setiş dersimizden mesela chuji, jongji, gaoji deb aragan bolsak, chuji ben setaxe. Ondan ki onun yuqori darajadagi darslarimiz bor. Onun hammasini albatta shu darajadagi odamlarga yana ayrim so'zlaymiz. Maxsus bizning liderlar sinfi bo'lsin va yoki boshqa darslarimizda. Chunki o liderninki yana tafakkur qilishi yana o'xshamaydi. Shunga hammamiz bu setishninki bilimini qaytlatin noldan boshlab o'rganishimiz to'g'ri keldi. Bağınç bilimimizni yuqori ko'tarishimiz to'g'ri keldi. Annekim bizning erishig'imiz texmi yuqori bo'ldi. Xo'sh, avval bir narsani dedim, ya'ni bizningki har birimiz sotquchi deb. Amiyat oila o'tirgan bir ayolning o'zimi setish nuqtasidan ayol xonasimi bir savdo munosabatiga o'xshatgan bo'lsak, men bir setishni avval azroq bir tushuntirishim kerak hamma yerda. Mavjud ekanligini sizlarga. Masalan, oilada deylik, bir savdoning o'zini bir muhabbatlashgan o'xshaydi desak, unda olsa mushu savdo, ya'ni boshlanmoqchi bo'lgan vaqt, ya'ni muhabbatlashmoqchi bo'lgan vaqt deylik, ha? Mana ko'z oldingizga keltirib qo'yinglar. Ya'ni sizlar yo'q deymi, uchirish chiqqan chaqda qanday qilsizlar? O'zinglarning obrazlarga qilamsizlar, qilmamsizlar? Hamma degan pechat yasinib, qizlar to'zdek yasinib, yigitlar degan shunda pechat olib chiqsizlar. Demak, bu nima qanday vaqtdan olsanglar, setishga bir tayyorlik qilayotgan vaqtinglar. To'g'rimi emasmi? Isqilaldinglarmi men gapni hozir? Demak, bu setishga tayyorlanayotgan vaqtda, unda bo'lsa, xayrda kim o? Qarshi taraf, bizning ya'ni loyiqimiz bo'lmoqchi bo'lgan keyingi oilamizda bizga hamroh bo'lmoqchi bo'lgan odam deb qaraylik. Unda bo'lsa, shu tunji qatim biz shu vaqt tunji qatim uchrashgan vaqtda qarshi tarafga bergan bizning ta'sirimiz qanchaki yaxshi bo'lsa,
bu setilish texim muvaffaqiyatli bo'ldi. Agar tunji qatim uchrashgan chaqdilam, savdoning o'zida bizning ularga bergan ta'sirimiz yaxshi bo'lmadi. Qarshi taraf bizni yaxshi ko'rmadi, qabul qilinmadi. O chaqda setishning ehtimolligi yuqorilandi, tövəlləndi. Shunda bir gap bas etishdi. Xeyirda, agar sizni yoqtirmasa, sizning har qancha isil mahsulotingiz bo'lgan bilanmi, uni tunishtirish fursatingiz bo'lmaydi. Demak, setishning o'zidami tunji ta'sirat muhim emasmi? Intayin muhim degan gap. Demak, nurg'ullar setishdan keyingi mulozimat deymiz. Setish bo'lgandan keyingi ishlarga bak diqqat qiladi. Setilib bo'lganda andın setishdan keyingi mulozimat bo'ladi. Satmay turib, nədiki setishdan keyingi mulozimatga o. Unda olsa, setishdan burunqi mulozimat muhimmiki, setishdan keyingi mulozimat muhimmiki? Qaysi muhimki? Setishdan burunqi mulozimat, setishdan keyingi mulozimatdan muhim. Albatta o keyingisi muhim, lekin o beshi bo'lmasa oxiri qanday bo'ladi degan gap bu yerda. Sho'ng avval bu jarayonda diqqat qilishimiz kerak. Sho'ng tunji ta'sirat intayin muhimda. Kishilik maqsadim shu. Kishilik maqsad ilmidimi tunji ta'siratninki egallaydigan nisbati 60% dan yuqori o'rin egallaydi. Demak, siz bir odam bilan munosabat qilmoqchi, do'st bo'lmoqchi, sizni yaxshi ko'rmaydi. Tunji qatim ta'siratdilar, siz qo'pol yoki bir xil akavur yoki bir yerlaringiz bir qanday bo'lsa, ikkinchi qatim sizlar hamkorlashmasak mumkin. Unda bo'lsa korxonchilar biz necha million to'xtamlarni imzolaymiz. Nurg'un odamlar bilan cho'ng-cho'ng hamkorlik qilib boramiz. Unda tunji ta'siratning o'zidimi biz mahsulot satmaymiz, qo'limiz ko'tarib berib odamlarga. Avval o'zimizni sotamiz. To'g'rimi emasmi? May champion buru may ziyi deydi. Nima deganga? Mahsulot setish o'zimiz sotqanga yetmaydi deydi. Demak, har birimiz avval sotadigan narsa o'zimiz degan gap. Tunji ta'sirat necha % egallaydi ekan? 60%. Xotir kelgan bo'lsa, ancha-muncha yezib o'tiringlar. Televizorga texim chiroq chiqsizlar. Mening uchun maqsad bir narsa o'g'inish, his qilish. To'g'rimi emasmi? Xotir akammaganlar tayyorlik qilmay kelganlar. Hech qisi yo'q. Qayta ko'rib anglab olsanglar bo'ldi, xotir qoldirib olsanglar bo'ldi. Lekin har qanday vaqtda o'g'inish pozitsiyamizni shunda alat akilaylik. Din agash kuchlarimiz o'g'indi. Bizning lider mushta o'g'inib olsa, men o'g'inmamdim. Avval yishin zo'zi deymiz. Har qanday rahbar avval o'zi ulgu bo'lish kerak. Qo'shilamsizlar? Qo'shilimiz yel qo'l ko'tarib taqami? Ayt yaxshi nima deytoq? Mening darsim anglab baqqanlar bir shuar va, ma'adat nima deytoq desak, nima deymiz? Qaltis deymiz. Nima uchun qaltis deymiz? Yashagankan qaltis yashash kerak. Korxonchi bo'lsa qaltis mahsulotlarimiz bilan xalqimizni ta'minlashimiz kerak. Sotqichi bo'lsa qaltis mulozimatlarimiz bilan xalqni rozi qilishimiz kerak. Mayli kim bo'lishimizga qat'iy nazar, biz qaltis yashash uchun tirishishimiz kerak. Ata-ona bo'lsak, qaltis natijalarimiz bilan farzandlarimizga ulgu bo'lishimiz kerak. Farzand bo'lsak, o'zimizning qaltis natijalarimiz bilan ata-onamizga javob qaytarishimiz kerak. Shunga qaltis degan bu shuar bizning darsxonamizda har vaqt bor. Shunga odatda men bunda az odamlarga so'zlab ketmayman. Umrimdagi eng az odamga dars so'zlashim naq maydondagisi. Endi ekranda 10-chi qadamda ko'rgan. Shunga men naq maydonda az bo'lsaqmi, sal sazroq o'tirib, sal echilib o'tiraylik. Bo'landa bo'lmasa o'rta qo'zib qo'yishim mumkin. Hozir darsxona, sizlar faqat o'quvchi. Sirt chiqqanda korxonchi. Qo'shilamsizlar? Odam qancha kamtar bo'lsa, shuncha ilgirlaydi. Odam mushu kamtarlik bilan ilgirlashningki nimasini qanday o'qishtimiz desanglar? Masalan, palampay, odam palampaydan chiqqan chaqda engishib chiqamdi, g'adib chiqamdi. Qanday chiqdi? Engishib chiqdi, bu daysi qanday bo'ldi? Oqiga o'rlib ketdi. Palampaydan tushgan chaqda g'adib chiqamdi, sal engishib qanday tushdi? Bak engishmas domlab ketdi. Bicha sal g'adayroq tushdi, to'g'rimi? Sizning qanchiki g'adayig'ingiz deydi. Shunchaki kursingizning tushayotganini bildirdi deydi. Qanchiki kamtar bo'lganingiz shunchaki ilgirlayotganingizni bildirdi deydi. Mayli qanday korxonchi bo'laylik, qanday muvaffaqiyat egisi bo'laylik, mangu kamtarlik bilan o'ginimiz, kamtarlik bilan tirishimiz. Biz mangu o'rganguchi, tirishquchi. Chunki dunyoda mukammal inson bo'lmaydi. Insonning mukammalligi dal o'z nuqsonlarini to'xtamasdan tuzishda tirishqanligida bo'ladi. To'g'rimi emasmi? Qo'shilganlar bormi yo'q? Ba'di yo'l qo'l ko'tarib baqinglar, ko'rib baqay. Yaxshi nima deytoq? Qaltis. Kishilar arancharoq to'lasizlar, qaltis deb. Okay. Unda bo'lsa, chunki mushariki bizningki royaltimiz
ya'ni nurg'a odam ta'sir qilishi mumkin. Bunday qarab boqib, madam boshqacha bir xil ruh odamga, ma ayol boshqacha jazbidor, boshqacha bir liderlar xos salofat va deb, balkim sizlar aloqalashib vakolat job qilish mumkin. Setish boshlanib ketdi allaburun. Qaysinglar o'zinglarni eng yaxshi sota olasizlar? Unda bo'lsa, sizlarning kamtarliginglar hozir ekranga chiqadi. Sizlarning tirishchiliginglar ekranga chiqadi. Demak, har bir yerda mushta bo'lamiz. Qo'shilamsizlar? Mana shunda qizg'in holat. Men o'rganguchi, men mukammal odam emas. Menga o'rganaman. Ustozimning oldida men har vaqt shunda turaman. Tushundinglarmi? Shunda bo'lganda odam ilgirlaydi. Xo'sh, asli kimga kelamiz? Setish nimaga o'xshaydi? Muhabbatlashganga o'xshaydi. Okey. Unda bo'lsa, muhabbatlashgan jarayonda tunji ta'sirot muhimmikan emasmikan? Kishilik munosabatda muhimmikan emasmikan? Chunki biz setyapmiz kishilik munosabatdami? Har bir esinglarda bo'lsin, bizning setish maydonimiz bilanda satrapun so'zlab beraman. Unda bo'lsa, xo'sh, tunji ta'sirot shunga obrazimizga diqqat qilamiz, gap so'zimizga diqqat qilamiz, muomalaga diqqat qilamiz. Har bir joydan setilyapti. Bir tal yaymida bir necha satsa satgan bo'lmaydi. Har bir qadamda setiladi. Şoňa meýli karxança bolsakmy, neçe milyonluk soňlarny bir mijazimiz bilen, bir karakterimiz bilen nide taydu deydi ha. Nide şingö deydi. Jöding nide miňyün deydi. Sizning karakteriňiz, sizning pozisiýaňyz, taqdiriňiz belgileýdi. Meňgi pozisiýasy ýaşy adamnyň erişdiren pursy eň ýokary bolady eken. Şoňa meýli addy satqyçy bolsakmy, bizning qızgınlygymız, bizning eň ýaxşy keyfiýetlerimiz, en yaxshi pozisiyamiz başqalarga illiq muomala berelsa, bizni qabul qilsa, ondan gapimizni tingshaydi. Gapimizni tingsa, maslahatni tunishtirish fursatimiz bo'ldi. Tunishtirish fursati bo'lsa, u xerdada tushunish fursati bo'ldi. Tushungancha ishonish fursati bo'ldi. Xerda tushunganda, ishonganda ondan oladi. Bo'lmasa, olmaydi. To'g'rimi emasmi? Nima uchun og'dak? Uning bir sababi bo'lishi kerak-da. Şoňa dastlabda ham Üsvanmanlar her qanday bir satqıçılar. Naq meydandaki ekran aldidiki. Sizning tunji ta'sirotingiz intayin muhim setishni. Her qanday sorun, her qanday yerga uni bugünkidek chesta beringlar. Sizlar o'zingizlar vakillik qilmaysizlar. Korxonaga, her bir yerga. To'g'rimi emasmi? Okey. Demak, setishniki muhabbatlashgan o'xshasak, oson tushunib olasizlar. Unda bo'lsa, ma'qul tunji qatim sizlarni yaxshi bo'lmasa, bo'ldi ikkinchi qatimlik fursatingiz bo'lmadi. Yaxtudi, keyin davomli paralanish fursatlar bo'ldi. Lekin tunji qatimdan so'dib bitamdi. Tunji qatimdan shunda bir yo'q-yo'q qiliblam, menga tegamsiz, deblam chiqib ketmasligi mumkin menimcha. To'g'rimi emasmi? Demak, bu nima? Xerida tunji qatimdan maslahatimizni olmasa, ro'yimiz tushib ketib, hamda undan voz kechsak, bu bir haqiqiy satqıçının qildigan ish emas. Satmay qo'ymayman degan narsani masalaga shu hikoya orqali tushuntirib o'taman hozir. Unda bo'lsa, satmay qo'ymayman degan odam xerda bir qatim rad qilib qo'ysa, bir qatim uningga degani qo'shilmasa, alay desa, hozirlam javob bermasa, voz kechsa bo'lamdi. Unda shu ammay qo'ymayman deydigan ayol yigitmi, cho'qim bir qatimda voz kechsa, o qiz bola balkim boshqa birsini ayol olib ketib ketgan. To'g'rimi emasmi? Agar haqiqiy yaxshi ko'rsa, haqiqiy bir oshiq bo'lsa, bir qatim emas, necha qatimlab bo'lsa-mu, qaytlardan shuningga agish kerakmi emasmi? Bir qatim deb qo'yiblam kessa, u cho'qim boshqalarning. Demak, guruhni qo'shinni kim mashdan desa, shuning gapini anglaydi. Xerda kim mulozamat qilsa, xerida shuning bo'ladi. Demak, eliqi muvaffaqiyatga jarayon qarsak, bir qatimlam xerida olmasa, nurg'un satqıçılarımız voz kechdi. Bu ammaydigan odamga, men to'ng tegdi, gapim qaytolmadi, anda bo'ldi, manda bo'ldi. Amaliyotda xerida ammaydi emas, satqıçı oson voz kechgan. Depaqinglar bu gapni takrorlab. Xerida ammaydi emas, satqıçı oson voz kechgan. Shuni satmay qo'ymayman degan ideyada voz kechish degan narsa mavjud emas. Tushuninglarmi? Aş isimdili chiqib turdi. Satmay qo'ymayman, u bir satqıçının ruhi. U onun iradasi, setish tutgan pozitsiyasi, onun arzusi, onun burchi, mas'uliyati dal mushu so'zga mujassamlangan bo'ladi.
u bir egizlam satsam bulti deb qo'yib tunishtirib qo'yiblam sotadigan narsa emas. Tushundinglarmi meni? Setish zo'rlab setish emas, lekin shunda bir ruh bilan voz kechmaslik, sotmay qo'ymaymanning ma'nisi. Shuni ozroq tushuntirib qo'ysak, setishga nisbatan sizlar ham tushunchiladi. Ekran oldida o'rganmoqchi bo'lgan chempionlarimizga kelgusidagi yaxshi bir ideya, bir ruh chiqishi mumkin. Shunga deyimiz nima? Satmay qo'ymayman. Muhabbatlashgan chog'da ammay qo'ymayman, tegmay qo'ymayman. O'xshash bir jarayon. Agar shuni haqiqiy erishgisi bo'lsa, voz kechmaydi. Nasa bir qatam o'ylash paqay. Masalan, o talab qo'ysangiz qarshi tarafga muhabbatlashgan jarayonda deylik, o'ylash paqay demdi. Tunji qatimda ma'qul deb aytish nisbati unchalar yo'q emas. Endi bular alohida yijian jongqing bo'lib ketmaslar. Muhabbat ikki xil bo'ladi-ku. Biri yijian jongqing deymiz. Yana birisi rijiu shenqing deymiz. Birisi bir ko'rib oshiq bo'lib qilish. Yana birisi kunlarning o'tishiga ergishib do'stlikdan boshlangan muhabbat degan kinoni ko'rganman Hindistonning. Ana shunday do'stlikdan boshlanib bu munosabat parvish qilindi. Bu yaxshi asırsak, parvish qilsak, bu taraqqiy qilib bir muhabbat jarayoni, go'zal muhabbat hikoyasi paydo bo'ladi va muhabbatning mevasini ko'rgili bo'ladi. Setish jarayoni o'xshash bir jarayon. Tushunayapsizlarmi gapni? Shuni xeyirdaga xuddi muhabbatlashgandek muomala qilamiz. O'z muhabbatimiz bilan muomala qilamiz. Muhabbatga samimiyatsizlik qilsak ayrilamdiq. Savdodimi samimiyatsizlik qilsak uningdan ayrilamiz. Muhabbatdimi voz kechsak uning mevasini erishalamdiq, ko'ralamdiq. Savdodimi voz kechsak ko'ranmaymiz. Shuni muhabbat bilan savdonimi amiyatda o'xshatib baxsana bo'ladi. Nurg'un narsani o'rganamiz biz turmushdan-chi. Shuna savdo nimaga o'xshaydi ekan? Muhabbatlashganga o'xshaydi. Biz shu xeyirda bilan to'g'ri yo'lda muhabbatlashamiz. Tushundinglarmi meni? Muhabbatlashimiz desak, boshqa emas, bo'ytaqlamaylar mayli. Xo'sh, endi yana shu muhabbatimiz bilan muomala qilamiz ularga. Muhabbatimiz bilan hurmatlaymiz. Ba'zi bir do'konlarda xeyirda kesimda o'zini ishini qilib, taqmunda kiyimiga qarab, ostin-ustin qarab muomala qilganlarni ko'rdik. Bormi, yo'qmi? Siz do'kon ochgan bo'lsangiz, siz ashu posteringizdan sota olasizmi? Meningcha, ta'lingiz bocha setib qolasiz. Endi boshqa do'konda u mol bo'lmay qolsa uning ustiga. Boshqa yerda bo'lib qolsa, xeyirda hargiz sizning ta'ringiz qarab, chiroyingiz qarab olmaydi. Bu talatdan qarab, sen men pul vergili kelsam, senden almasam boshqa yerda bor. Xo'sh. Bo'lmasang illiq chiroy, oshmag'in do'kon saray. Ajdodlarimiz ajoyib go'zal qapiyalik she'rlar bilan, tamsillar bilan, hikmatlar bilan bizga savdo mezonlarini o'rgatgan. Biz azaldan necha ming yillik savdo tarixiga ega kishilar. Shu Ipak yo'limi, ana shu savdo tariximizningki, bizningki bir iznalari. To'g'rimi emasmi ko'pchilik? Shunga shuningga loyiq ish qilishimiz kerak. Demak, ashumu bizningki xeyirdaga bo'lgan hurmatimiz, muhabbatimiz. Bizni shundoq kerildirib, yo'g'on do'konnimi ashu xeyirda bergan. U bo'lmasa, siz kim unda po'chi o'ltirdigan? To'g'rimi emasmi? Shunga biz xeyirdaga nisbatan ana shundoq muhabbatimiz bilan muomala qilamiz. Ularga butun kuchimiz bilan yordam beramiz. Setishni, uning pulini tepishni o'ylagan kunimiz, biz puldan bag'an shiraqlab ketamiz. Muhabbat bo'lgankan yordam berish bo'ldi. Muhabbat bo'lgankan beg'ishlash bo'ldi. Qurbonlik bo'ladi. Biz o'zimizni, vaqtimizni, mulozimatlarimizni, zehnimizni berish orqali ularni rozi qilib turib, anondan keyin bu savdoni bitiramiz. Shu avval bizning yetakchi ideyimiz setishdan burunqi to'g'ri bo'lish kerak. Biz pul uchun qilayotgan bo'lsak, puldan bag'ancha ayrilib ketamiz. Bu pul degan nima? U bir gongju deymiz. U bir qoral. To'g'rimi emasmi? Xo'sh, asl tem bilan o'ynaymiz. Unda bo'lsa, setish muhabbatlashgan o'xshaydi. Undan bir qatimlam xeyda rad qilib qo'ysa, voz kechsak bo'lamdi-ku? Bo'lmaydi. Men nurg'unlagan setish chempionlarining darsida qatnashdim. Hammasining o'rtaq javobi sen bir qatimla xeyda rad qilib qo'ysa, uni voz kechsa, mengu setish chempioni bo'laman deydi. Men Osiyo setish chempioni Shuxaning darsida qatnashgan. Dunyo bo'yicha tanglik setish chempionlaridan, ya'ni setish rekordi dunyo Guinness rekordiga kirgizilgan. Eng ulug' mozal qishlab namagan
Jovgrat deymiz. Hozircha ismi Chaoji Lado degan darsga qatnashgan, naq maydon darslariga. Men nurg'un setish chempionlaridan. Shu odam shunday deydi, har qanday setish cho'qim az deganda 7 qatimliq agishdan bitidi deydi. Unda o setishning o'zida bir qatimda ish bitamdika, 2 qatimda bitamdika, biz agashsak bo'lamdika. Davomli agishimiz. 7 qatim. Hatto uda 12 yil agashgan setish chempionlari bor. Yaponiyalik so'g'ir setish chempioni 1-darajalik Yui Ping degan kishi uda 12 yil bir xerdagi agishib o'z masalasini sotgan. Demak, bu savdo har qatimdan bir qatim bitib qolmaydi. O dislam oldiga ish bo'lsa dunyoda bir mun namorat odam qolmaydi. Butun odam Alloh saviga yetib bo'ldi. Ayadan akasa, meyadan sassa, qolgan o'yinisi bo'lmadimi bu? Demak, rad qilish savdoda normal ahvol. Tushunadingizlarmi gapni hozir? Shunga hargiz rad qilish qarta mayislim ketadigan ahvol bo'lmasin. Shunga bumi satmay qo'ymayman-da, cho'qim bir sotquchi hozirlashtirgich sapa iqtidorlar. Men buni sal turib bir-birlab tushuntirib qo'yman. Avval ma tem bilan bog'lab turib setishningki bir qonuniyat jarayonlarini asosiy jibin loji deymiz buni, dilsan loji deymiz. Eng asosiy logikasini tushunishimiz kerak. İdealarini tushunishimiz kerak. Chunki bu yerda sizlarla emas, ya'ni nurg'unligan sizlarning vakolatchilaringlar, sizlarningki hamkorlashuvchilar setish ilmini, setishni tushunmoqchi bo'lgan nurg'un odam hozir anglaydi. 10 mingdan ortiq odam, balkim kelgusi 10 odam anglashi mumkin. Shu hammamiz asosiy mahoratni egallashimiz kerak. Jibangung asosiy mahorat qancha puxta bo'lsa, asosiy mohiyatni tushungan chaqda bizning har bir gapimiz shuningga loyiq chiqadigan bo'ldi. Har bir qatqashimizning nima uchun quvvatimiz yag'anasi bo'ldi. Xeyda keyin telefon qilishimiz, xeyda bilan bo'lgan bizning yaxshi keyin desa, va unda kelmasammi mal bo'lgandek olib bersanlar bo'lmadimi deyishtirimiz, ular bo'lgan har bir muomalamiz, uningga men be unda egilib ketmasammi deb adib tumsaqmi? Biz har bir ishimizning nima uchun qatqanligini jarayonni tushungan chaqda, ondan keyin qanday qilish jarayoni texim yaxshi bo'ldi. Shuni nima uchun qilish, qanday qilishdan muhim. To'g'rimi emasmi ko'pchilik? Shunga setishda avval degandek aldirab voz kechmaymiz. Unda bo'lsa xeyrdagi agishimiz, davomli har xil usulda fikrlashimiz. Agishib har kuni bir xil gapni qilaversa bo'ladi. Nurg'ullar xeymingdan kirganlar jiqa. Xeyirda gaqildi, gaqiblam yana shu gapini qilaverganidan keyin xeyirda qaytolmaydi, hatto ularni juyitdi, xeymingdan chiqib ahvollar bormi yo'qmi? Vakolatchilar shunday ahvol inkos qilganlar bormi yo'qmi? Meni xeymingdan chiqib gap qilsam korommi deb. Chunki kundili masatning gapini qilsa boshqa alaniki ichib pishmamdi. Zerikmamdi. Bir odam mobat tashkil chiqib kunda sizning ismingiz nima, nima xizmat qilasiz deb bir gap qilaversa, o'tag'adi voy menga mato deb ketib qoldi deyman, ha. Xeyrdagi agish berayapmi shunga o'xshaydi. Siz avval yetarlik bir tushunish bo'lmay turib, sizni qabul qilish bo'lmay turib, masatning gapini qilaversangiz zerikidi xeyrida. Shunga siz setishda go'shao go'tong deymiz. Yuqori unumlik suhbatlashish san'atini o'rganishingiz kerak. Bu fikrlash iqtidori, suhbatlash iqtidori amaliyotda setishdimi intayin muhim o'rin turdi. Chunki xeyrida har xil tiplarga bilindi. Biz 6 cho'ng tipga bilamiz masalan. Biz shu tiplarga asosan xeyridaning alaylik asosan, xarakteriga asosan qanday fikrlashish bir sotquchi egallaydigan narsa. Hatto ularning har xil xarakterlari bor. Shunga qanday xeyrida bilan qanday fikrlashni yana o'rganmasak bo'lmaydi. Shunga bu yuqori unumli suhbatlashish usulini yana davomli o'rganishimiz kerak. Vaqt yar berib qolsa, bugun balkim bu to'g'risida sizlar bilan tafsiliy to'xtalishimiz mumkin. Xo'sh, unda bo'lsa xeyrida bilan agashgan chaqda bir xil usulda agashamiz ekanmiz. Usulimizni har xil usulda. Amaliyot xeyrida bir ahvollashib, uning salomatlik ahvolini so'rab, fikrlashib amaliyotda o'xshamagan shakldagi bir nima qilish, agishish. Unda xeyridaga masalan, ular bilan birlikda bir faoliyatga qatnashdinglar, bir o'yin qilib odinglar, normal bir sodini qilmay turibmi, hatto tomoq yeb o'ynab kelgan bo'laverdi. Amaliyotda ashning o'zimi lajingwanshi. Men munosabatni yaqinlatish, ularga bo'lgan bir hamkorlashish. Sotquchilar masatni gibni qilib sotmaydi. Chunki sotquchi 3 xil bo'ladi. 3-darajalik mal sotquchi mahsulot sotadi.
Yazmağanlar, yazıvatqanlar bolsa, yazıvasanlar bo'ldi. İkinci dereceki masaltquchi bu mulozimat satıdı. Özünü satıdı. Birinci dereceki masaltquchi o ideya satıdı. En yuqori kelgan chaqda ideya o'ynaydi. Demek, ish bo'lmasa biz maslahatning gapini qilmay, mulozimat o'sim setib chiqish kerak. Uning agar aqlli bo'lib yoki kasbiy bilimi har qancha iqtidor yetilsa, ideya setib chiqish kerak. İdeyasi qabul qilsa, echilsa, o tabiiy amanas bo'laverdi. To'g'rimi emasmi? Jiang qingchu, shuo mingbay, qiao piao ziran lay degan gapni anglab boqammi? Gapni qancha uchiq deyalsak, to'g'ri deyalsak, pul o'zigidan keladigan narsa. To'g'rimi emasmi? Gap sizni ashni tushunigrak deyaldingizmi? Qabul qila oldik deyaldingizmi? To'g'ri usullan deyaldingizmi? Qaysi xil shaklda da'vatsiz? Pul degan qarshi tarafdan yanchiq da'vo. Sizning ideyangizni, uning ideyasi qachilab, uning yanchiqdagi pulni o'zingizning yanchiq qachilaydigan bir jarayon bu. To'g'rimi emasmi? Unisiki pulning bir uchi bilakda, bir uchi yurakda. Gapingiz yurak tegmasa, bilak harakatlanadi. Kechiring. Bilak harakatlanish uchun mana yurak ta'sir qilish kerak, menga buyruq berish kerak, ondan pul chiqish mumkin. Tushunyapsizlarmi gapni hozir? Shunga setish jarayoni ana shunday jarayon. Xayraning yuragini utishingiz kerak. Sizlarga bir og'iz so'z so'g'at qilay. Hammanglar menga agishib danglar, bilamda. Boshqalar bozor talashsa, men Xayridaning yuragini talashiman. Tushunadinglarmi gapni? Tushunganlar qo'l ko'tarib qo'yinglar. Yaxshi, nimday to'q? Qaltis. Ayt yaxshi. Demek biz nima ish qilamiz? Boshqalar bozor talasi bo'lib talashaversin. Biz Xayridaning yuragini talashimiz. Qalbini utimiz. Eng yaxshi mulozimatimiz bilan, eng yaxshi o'zimizningki maslahatlarimiz bilan, eng yaxshi ideyalarimiz bilan. To'g'rimi emasmi? Shunga biz ham ideyamiz texmo to'g'ri bo'lishi kerak deb qaraymiz. Shunga hammamiz sotquchi davomliq yana muhabbatlash davomiga kelsak, unda bo'lsa muhabbatlashimiz ma'qul. Ba'zilarimiz sal keltirib qo'yganlarimiz, ya'ni Xayrda bilan fikrlashgancha to'g'ri fikrlashanmidik, bizni yaxshi ko'rmadi, avay degandek bir-birlab rad qilinib ketdik. Ba'zi aqlliqlarimiz bir kuni o'xshash gapni qilavermay, bir kun tomoq taklif qilib, kino taklif qilib, gul so'q qilib, yana bir yerga opirib, har xil nimalar bilan ko'ngilni utdingiz, sizlar mingishni xolidi. Haq, necha ig'iz gapingiz bilan hayotini topshirayotgan yerda sizga pulni topshirmaslik mumkin emas. Gap siz setishni bilmadingiz. Tushunyapsizlarmi gapni hozir? To'y qildi degan gap o'zining hayotini topshiradi degan gap sizga. To'g'rimi emasmi? Amiyat boshqa ish qilmadingiz, shu yaxshi fikrlashdingiz, uning ko'nglini utdingiz. Pul topshirish hayotini topshirishdan osonmi, tasmi? Oson, to'g'rimi? Shunga siz shu muhabbatlashgan jarayoningizni o'ylashib beqing. Boshqa sizning shu chiroyli gaplaringizga, eng yaxshi ifodangizga anandan keyin o'zini topshiring. Chunki siz har qanday vaqtda o'zingizning eng yaxshi ifodasini boshqalarga ko'rsatishingiz kerak. Eng yaxshi tarafini, eng kuchli tarafingizni, eng go'zal tarafingizni, eng isil tarafingizni. O'zingizning gruppasidami shu? Shirkatdami shu? Siz shirkatningki bir ruhiy to'rigi korxonchilar bo'lib o'tganlar. Demak, setish sirtqi qartam bo'ladi. Oiladami bo'ladi? Ishki qismdan bo'ladi. Hamma yerda bo'ladi. Shunga har qandig'imizning qildigan ishimiz bu setishga nisbatan to'g'ri ma'lum qilamiz. Xo'sh, unda bo'lsa to'y qildinglar degan gap, to'y navbatlash jarayoniga o'xshatdim-ku sizlarga. Undan burun tunji ta'sirotni so'zlab berdim. Xayrda bilan agish jarayoni, muhabbatlashgan jarayonni so'zlab berdim. Ma'qul deb qo'shilgan jarayoni nimaga o'xshaydi? Qaysiga? Sodida putishga vaqtiga o'xshaydi. Chunjo. To'y qildinglar degan gapda, unda to'y qilib bo'lsak, to'y qilib bo'lgandan keyin ish bitamdi. Lekin nurg'un ayollar yoki nurg'unlar to'y qilib bo'lgandan keyin ish bitdi. Uningdan burun to'zdek yasinib, shunda yaxshi har vaqt qarshi tarafga eng go'zal taraflarini ko'rsatdi.
Lekin to'y qilib bo'lgandan keyin balam, kalam deb maylash, alatda chuq, alatda judi. Ma setayotganligini unutib qoldi o'ziningki. Satqich keligini unutib qoldi. Setishdan keyingi munosabatga diqqat qilmadi. To'g'rimi emasmi? Talada lekin satırğanlar acayip güzel taraflarını kösteyverdi. To'g'rimi emasmi? Onun kallası seriştirish oladimi onda? Duybi yuvalli degan bir narsa var. Dunyoda yani yinshangli degan bir qonuniyat var-ku. Bunun da ta'sir kuchi qonuniyati deymiz. Bunun da 6 cho'ng ta'sir kuchi qonuniyati var. Butun dunyoga ta'sir ko'rsatgan. Shunday o'zida bir prinsip bor, duybi yuvalli deb ta'sir qildigan. Demek şu adamlar o'zininki şu duybi yuvallining ta'sir kuchini o'qimaydi-ku ayollar. Ayılda ben öyle olgandan keyin endi bu bol to'yni qilib bo'ldim endi bo'ldi deb o'zini erkin qo'yib o'tdi. Lekin bizda cho'nglarimiz yana bir hikmat bor. Anangni dadangga pardasiz ko'rsatma. Nima deyapti? Ha bu cho'nglarning bir o'ylayotgan nurg'a yerlari bor. Biz shunga har bir narsadan muvaffaqiyat, har bir hikmatdan bir xulosa olishimiz va o'zimizga tadbiq qila olishimiz kerak. To'g'rimi emasmi ko'pchilik? Demak, ayildimi setlayapti degan gap. Demak, ayol o'zi diqqat qilmadi. Oxirida shu bag'ancha silishtirib ko'zik sat ko'rinib qoldi. Bag'ancha bu yerda muhabbat suslashdi. O'simi o'z vaqtida voy jinim, voy xinim deb eng go'zal so'zni qildigan. Ottamam sen qapa deb turib, qo'pol gaplarni qildigan bo'ldi. Ayolmi bag'ancha ko'ngli suslashga boshladi. U bir gulga o'xshaydi. Uni davomli parvar qilib turish kerakdi-da. U qo'pollikni ko'tarmaydi-da. Shunga uning g'ururi tegdi. Bag'ancha bular yig'ilib qoldi. Oxirida har ikki taraf ayrilishni loyiq topdi, ajrashdi. Ajrashganlik nimani bildirdi desanglar, seçtin keyingi munosabat yaxshi bo'lmay, mal qaytarilgan bilan baravar bo'ldi deydi. Tushuninglarmi? Setish bu tugaydigan narsa emas, bosh oxiri va narsa. Shuni seçishdan burungi mulozimat muhim ekan? Setish jarayonidagi ba'zi mahoratlar muhim ekan? Seçishdan keyin mulozimatchi muhim ekan. Shunga seçishdan burungi munosabat bilan xaridani jalb qilib bo'ladi. Seçishdan keyingi munosabat bilan xaridani uzun muddat tutib to'g'ilib bo'ladi. Izbilanglarmi gap. Shunga setish hargiz o'zgisiz bo'lib qolmaydi. Seçishdan burungi munosabat bilan xaridani jalb qilib bo'ladi. Seçishdan keyingi munosabat bilan uzun muddat tutib qolib bo'ladi. Men doim vokalachimni tutib qolsam deyman. Başqa ketib o'tadi. Voy jinim, xinim, menga agassangiz jinim pido degan endi ort degan gap mulozimat tavallab ketdi. Shunga ko'ngli so'yib bo'lishi mumkin. Demak, setib qo'yganliklar bo'lmaydi. Eng cho'ng xayrdaringiz vakolatchingiz. Chunki uningga mulozimatingiz, muhabbatingiz yetarli bo'lishi kerak. Muhabbatlashgan o'xshatib emaslik so'zini. Tushunadinglarmi ma'nosi? Biz parchalanganlarmi shu? Ularni o'ginib bir-birlab. Shunga har birimiz cho'qim bu setishdagi asosiy logikani tushunaylik. Biz cho'qim his qila olamiz. Unda setishda bu muhabbatlashgan jarayonga o'xshatsak, o'xshamdiki. Tushunamdiki. Mushu davlini tushuna olsanglar qoidani. Bir oilada o'tirgan bir ayol bo'lsa-mu, oilasi ham go'zal bo'lib ketadi. Kishilik maqsadga odamlar diqqat qilgan bo'lib ketadi. Bir odamga usuvolding'o, qaraysan-g'o degan emas, har bir odamga muhabbat bilan muomala qilib, necha milliard odamlarning ichidan sizga ust bilishim bu bir fursat, bu bir taqdir. Bo'lmasa, necha million odam bayida sizga ust olmasligi mumkin-te. Tanishib qalay deb telefon nomer olib, ashtanqa sota olishi mumkin. To'g'rimi emasmi? Har bir narsaga muhabbat bilan qarsa, bo'lmasa ustsan-g'o, qarab qo'ysa, qaraysan-g'o deb. E'lon berib, qartiman deb avara lekin qaraysan-g'o deymiz. Bu qanday pozitsiya? Shunga boshqalar pul berib turib, pul qashlab turib, o'ziga qartiman deb aytadi. Biz qarab qo'yganga ho'mayib ketmayli. Ustib olganga bak achchig'imizmi kelib ketmasin. Qo'shilganlar bormi yo'q? Bor deganlar qolgadir baqanlar kelib baqay. Bunday to'q. Qaltis, nayt yaxshi. Bo'pti, chavak chamasin. Nima uchun bak chavakka erishmaymiz? Boshqalarga chavak bermaymiz. Boshqalarga chavak beradigan odam andin boshqalarning chavakiga erishadi. Lekin men bu az odamning chavakiga ancha bak xushlar emas. Chunki bak az odamga dars so'zsam toza ganjo yo'q. Menga tiyugaga qo'yib bersa, ananda kim chiqadi emas bunlar. Avval filmni ko'rgansizlar? To'xta.
ifodanglar qancha yaxshi bo'lsa bugun mana shu naq maydondagilarni mazmun shuncha kengayib chiqadi. ifodanglar qancha yaxshi bo'lmasa pozitsiyanglar qizg'inliginglar mazmun tarif ketadi. Chunki men daftarni elib sizlarga o'qib bermayapman. Men deb beryapman. Ustoz qonga o'xshaydi, shogird qon qazg'uchiga o'xshaydi. Qanday qazib olish shogirdning ishi. Qonning ishi emas, qon qazg'uchining ishi. Texim yaxshi, texim qaltis mazmunlarni o'rganganlar bormi yo'q? Bor deganlar qo'l ko'tarib baqinglar, ko'rib baqay. Yaxshi nimday to'q? Qaltis. Davsa chavukinglar qani? Okey, davomli texim jonliq bu chavuklar 50 nomerlik chavuklar. Okey, rahmat. Ma ekranga bir sharoit chiqsinmi kerak emaslarni, bo'lmasa. Men nayt kelishgan chiqyapman. Okey, unda bo'lsa davomlashtiramiz. Demak, setish jarayonining muhabbatlashgan jarayonga ekanligini his qildik. Men avval bir odamning gapini qilib berdim, dunyo bo'yicha birinchi darajalik setish rekordini yaratgan mashina sohasida Jograt degan odamning gapini. Chavjiladi. Bir odam bir kunda bir tal mashina sota olsa qaltismi emasmi? U odam kuniga 6 dan tushmay mashina sotar ekan. U da bir yil her kuniga 6 dan tushmay mashina sota olsa qaltismi emasmi? Lekin bu odam ehtiyotsizlikdan u da 12 yil her kuni 6 dan tushmay mashina sotib dunyo jins rekordiga kirgizilgan ekan. Jograt degan odam. Ekran bormi yo'qmi? Bo'ldi. Xo'sh. Demak, mahsulotni qimmat deydigan vakolachilarimiz bormi yo'qmi? Xayrida qimmat deydi, sotolmasam qanday qilmay deb. Unda bo'lsa mashina qimmatmi, hozir sizning mahsulotingiz qimmatmi? Mashina qimmat shunaqa. Lekin shu qimmat narsanimi o'zi yolg'iz, ma tandiy bo'yicha emas, o'zi yolg'iz juma vaqtida ko'rgan yejining gapi. O'zi yolg'iz. Mush odam shu, Jograt degan kishi. Bu odamning men naqddan darsga qatnashgan. Shuning bilan o'zi yolg'iz erkin 6 dan tushmay sota olsa, demak, bu yerda qimmat deydigan narsaga bahonamiz yo'q amaliyotda. Biz qimmatini his qildirolmagan bo'lishimiz mumkin. To'g'rimi emasmi ko'pchilik? Amaliyotda har qimmat aroq ichishi salomatlik ziyorat edi. Har qimmat aroqlarni sotadigan odam bor. Tomokining teshiq yizib qo'ydi salomatlik ziyorat deb, hali qimmat tomok sotadigan odam bor. Hamma narsa sotalayotgan odam bor. Satrog'in desam, po'qni sotalayotgan odam bor. Ishlamsizlar? Ishlamay gapga. Po'qni sotalayotgan odam bor. Mushu Yaponiyada mushu burun bir olimlarning bir tajribasiga asoslanib bular. Mushu nijosatningmi ajoyib uzuqliligini tadqiq qilgan bir natija bor ekan. Shuning qarab yangilik yaratamiz biz deb Yaponiyada maxsus odamning nijosatidan ishlab chiqarilgan bir tomoqxona ochibdi. Buningga 18 yoshdan 18 yoshlik to'y qilmagan qizlarni chaqirgan ekan. Cho'qim ishlar bo'lish kerak ekan, shu tadqiqot dokumentida. Shuni asosan qilgan ekanda. Shuning bilan bu 18 yoshlik qizlarga har kuni masalan biraylarga olma, birsiga nashput, birsiga uzum, birsiga shangjo degan o'xshash, birsiga gilos degandek o'xshamagan mevalarni yegizdi ekan. Bir necha oy yeydi ekan. Degandan keyin butun badani shu tozlanib, shu narsani yegandan keyin chiqargan narsam shu tamda ko'p chiqar ekanda. Yaponiyada buni qimmat baho sotar ekan. Naq maydon chiqarib berdi ekan, necha odam bo'lgandan keyin birsi yaptosi bir chiqib turdi ekanda, o'chirib turib oladi ekan. Satrog'in degan chaqda boshqalar o'chirib tug'izib turib, po'qni sota olgan yerda siz sotamisiz, ya'ni qimmat deb deydi deb o'tasangiz, bu gap xaridadimi, sizdimi? Gap bizniki nega qo'l ko'tarib baqinglar, ko'rib baqing. Yaxshi nima deydi? Altis. Şuna avval özümüzde itiraf qilishimiz kerak. Adam o'zining bilmaydiganligini bilish kerak. To'rt xil odam bo'lar ekan-ku, birisi o'zining bildiganligini biladigan, ikkinchisi bilmaydiganligini biladigan, uchinchisi o'zining bildiganligini bilmaydigan, to'rtinchisi o'zining bilmaydiganligini bilmaydigan-chu. Hech bo'lmasa, azroq bo'lsa-mu, ba'zi narsalardan biz davomli o'rganishimiz kerakligini his qilishimiz kerak. Demak, satam boshqalar salomatlikka ziyonli narsani sotib ajoyib esir, go'zal qilgan narsalar borki, ömrünü uzun qilgan narsalar borki, g'irim buyumlari, har xil sog'lomlik buyumlari. To'g'rimi emasmi? Qarsam degan birdan esil markalar turdi bu yerda. Shunda go'hardek masat sotamisak, gap o'zimizda. Haq to'pinimi, yog'ochnimi,
axlatnimi, boqnimi, hamma narsani sota oladi ekan. Shunga biz davomli o'rganishimiz kerak, tirishishimiz kerak endi. Mashina setishdan keyin buni qilib qoldik. Men hozir Saymachangda 10 ming pompang, maus nimada? Shu Sanchqang'izda yana 2-3 ming pompang, 13 ming pompang bir mashina setish shaharchisi qildim endi. Xinjiang Jimbang Chichou Fuyo Shangongsi deb mashina setish shaharchisi. Abdumbularni yana yangi mashinalarni top baş taqtimiz endi. Xinjiang Qalts mashina setish shirkatidan birini qildik-da. Mesela hozir bizning 10 ming pompanga endi bitdi. Lekin u yerda mashina endi tizimizda Jongshu. Lekin mashina taqa kirmay turib, men allı 500 mashinaga zakalat etib bo'ldim. Javob bormi yo'qmi? Mashinadek azana narsa emas bo'lishi mumkin-ku deyman, ha? Nasa 500 mashinaga zakalat etib bo'ldim. Net shirkat bilan men yiliga 500 ni o bu deb az deganda 5000 shirkat bilan bir yilda olganga hamkorlik o'rnatib bo'ldim. Javob bormi yo'qmi? Unda olsa demak, şimdi dünya setish mashina sotadigan chempion o'rgangan ekan, ular ish qilsak bo'lmas. Setish chempionlarini tarbiyaga odam avval uy sotamiz bo'lmaydi. To'g'rimi emasmi? Natiq ikki xil bo'ladi, shu. Birsi masalan, o'rganib olgan shu nazariyalar bo'yicha so'zlaydi. Yana birsi uning o'z amaliyati bo'ldi, u degan qilginni so'zlaydi, so'zligini qiladi. To'g'rimi emasmi? Demak, yana u darsdan boshqa o'zimizning amaliy egriliklarimiz bilan yana menvatimiz, yana boshqa turlarimizmi bor? Xo'sh. Demak, mashinani avval texi boshlanmay turib, ko'may turib, og'inning o'zi yana bir narsani darak berdi bu yerda. Haq, mashina yaptimi, nimani yapti? Sizlar o'zingizlarni setish muhim desam, deb o'taringlar deyman, to'g'rimi? Lekin men shu o'zimni sotdim. Lekin u mashina alliburun nurg'ulur tugab bo'ldi. Hozir vallahi ulgurib bo'lmadi taqib. Noncha aranglarda o'zining korxonasiga ballarga mashina mukofotga qala bormi yo'qmi? Men bilan do'stlasha qala bormi yo'qmi? Qo'l ko'tarib baqinglar, ko'rib baqing. Yaxshi, nima aytdi? Qaltis. Undasa mashina olib qolsang, nima deysizlar? Men delisha qala bormi yo'qmi? Hamkorlashdingiz, siyosatdami azam bersam, delisha qala bormi? Mana setilib ketdi mashinamiz. Satmay qo'ymayman. Tushunganlar javob bormi yo'q? Har qanday vaqtda setishni unutib qolmasligimiz kerak. Men sizlarga setib bo'ldim. Ekran oldidagi 10 ming odamga setib bo'ldim. Mashina olsanglar, meni izdanglar. Telefon nomerim 0991 8555555. Javob bormi yo'qmi? Yana bir nomerim 2888888. Mana nomer paysizmi-ki? Har bir narsa diqqat qilish kerak. Shuni ko'pchilik setish hamma yerda bo'ladi, tushundinglarmi? Men bir-birlar sotadigan nada vaqtim bor. O'shaq bir qanchani yo'tlab qo'ysak, ishlar amaliyotda. Setishni bilsak, setish xuddi nafaslangandekla oson. Setishni bilmasak, u intayin tas. Sizlarning asara sotganlar bormi? Tasroq sotganlar bormi? Okay, davomliq, biz davomliq sizlar bilan shu pozitsiyalarga qarab, chavkinglarga qarab, mazmunlarni davomliq texnik qaltisyalardan o'rtoqlashamiz. Hali yaxshi. Yana 10 numar qo'shib o'taysizlar. Okay, unda o'zi setish muhabbatlashganga o'xshaydi. Bugun yaxshi bir muhabbatlashaylik. Unda bo'lsa, dal shu Jograt degan odam dasa qatnashgan chog'da shunday deydi. Sizlarning setishdagi maqsadinglar nima deydi? Pul tepish, anamdan keyin eglik tiklash, uni qilish, buni qilish, xohlagancha yashash deb nurg'ulg'an javoblarni bermoqda. Nəhayət yaxshi. Lekin bu men arzu qilgan eng yaxshi javob emas deydi. Setish chempioni bo'lganlar bormi yo'qmi deydi. Masalan, so'rab baqay, setish chempioni bo'lganlar bormi yo'qmi? Deganlar qo'l ko'tarib baqinglar. Nəhayət yaxshi. Nima deydi? Qaltis. Sizlarning 100 darajalik bo'lganlar bormi? Chempion nəhayət darajikmi? Shahar darajikmi? Xalqaro darajikmi? Shu xalqaro darajalik ustozlarning ideyasini qabul qila olsak, biz shu xalqaro darajalik bo'lib qolishimiz mumkin.
Çünkü adamın takdirini o uçratkan etrafındaki muhit, şu ustazlar, ılgar kişiler belgileydi. Doğru mu emas mı? Nida çönzü, jöding, nida mingyön deydi. Hoş, onda bolsa sizningki çembirginiz, siz uçraşkan adamlar, siz kabul kılganda ideyalar, sizning takdirinizni belgileydi. Şoňa nurgun näselerini biz bilişimiz mümkin. Näde addi bir qaýda boluşy mümkin. Lekin bäzi adamlar onu özüniň turmuş mizany qyp turup, şununki muamalasyny, şununki laýyk qyp turup, her bir hareketlerini netije kazangan boluşy mümkin. Sizlerning arxivga, lekin men sizlerge bugün özümniň dünýä jins rekordyny yaratışdyky ideýalarymy, usullarymy ortak jybatyman. Şoňa meniň ideýam okşamaydy. Meniň seçdiki maksadım başgalarga yardam beriş üçin, mehr muhabbet üçin deydi. 我小时候的目的都是为了爱deydi. Çanalam şanalam. Bu gapni anlap hayran qaldyk, hem täsirlendik da. Pul üçün, yeni bir iş üçün dep turishlik emas, a çempionlar yardam beriş üçün, mehr muhabbet üçün dep maňar eken da. Bunun ne paydası var? Desek bu adam şöyle deydi. Sen mehr muhabbet üçün dep qarğançygyň bar edi. Sen qarğançy bolsaň, aşu kişilerini xeydadan haqiqat söýseň, onunğa saxta məsləhət, sübhəsiz məsləhət çıxarmaysa deydi. Doğru mu emasmı? Uzun, yaxşı kökə adam degəni uzun müddət asıraysa, şununğa mülazimət qılsa deydi. Sen eğer ulanı yaxşı görsən, yardım bir dep qarsan, mesela bir adamga satımələ dep badan aldığa, sen mesela xijil bolup, təmtirəp, rətqi və sıqanda qılaman dep xil ensirəp, oranın aldığı berişkin petananmaysa deydi. Doğru mu emasmı? Pul alaman dep məqsəd pul olğandan keyin yürek bok bitə bunun. Lekin sen başkalarga koynunu kangra içip muhabbet berimen dep berip bak. Yardım berimen dep berip bak. O çağda senin erişiginin herkes rad qilish olmaydı. Kim özü kelgen yardımni rad qiladi dünyada deydi. Doğru emasmi? Hamma adam özüge kelgen yardımni meningcha rad qilmaydi. Mesela yardım bir şey xalayman, meni rad qilamsizlar? Demek yardımı kelgen ishni aldırab başkalar rad qilmaydi. Demek sen yardım berme dep oyla. Oylap bak, senin şunda məsləhətin var. Onun başkalarga yardım barmı, yeni barmı? Yardıma tiyğan boğaşqa sen qoqmay, onunğa diyəlişin gerek. Aş adam sağlamlıq cəhətdiki, ulanınki idisi yeterlik bolmagalyk üçün, köz qarşı tuluq mükemmel bolmagalyk üçün, şunu adam sağlamlıq sel qarğan mümkün. Turmuş adetleri toğru olmagalyk üçün, sağlam bolanmagalyk üçün mümkün. Güzellik idisi özünü asraşını düşenmegelik üçün, ula sel qarğan buluş mümkün. Sen hakiki yardım berip, aşının sağlamlık idisini, güzellik idisini ve o arkalık o irişiğin neslerini, hakiki Çin yürüyünden nefesen. Çin yürüyünden şu yardım berime dep oturup çıksan, kimsini red kılıdı? Red kıvesi mi? Uçakta ziyan tadırgan adam kim buludu? Başkalar buludu. Şunu sen, aşı muhabbet sen boğandan başlap deydi. Sende bir işinç peyda oldu deydi. Yani başkalarına yardım bermeden bir muhabbet peyda olğandan başlap, sende işenç peyda oldu. Her qanaq adamın adığı baralaysa, qoqmaysa, yardım berim dep badın. Məngü isini tut, bəgən qol, məngü ağan qoldun üstün turdu deydi. Qoşulduq Allah bağım yox mu? Bəgən qol, ağan qolu üstün var məsma? Pul alamaya dep bassanız, siz tövbeni turam dikensiz, üstü turam dikensiz. Alamaya dep atsız. Siz beydon alet kütüp kaldınız. Yani pasif alet götüp kaldınız. Şuna avalma şimdi canay psikosalık odum ötemediniz. Şuna aldırıp aldığın baramadınız. Xeylarla yüzümü körüşemediniz. Gepme açamadınız. Lekin berme degen çağda her qanaq adamdan alırıp poçi tuğulu oldu. Ben berip atım sizge. Şuna her qanaq adamdan poçi tura alayım. Mesela hazır bilim berip atım. Doğru mu emasmı? Ben muhabbet üçün begişlap atım. Çünkü her qanday yerde ben öz məsləhətimə işinime. Canılan mani? Şuna bu nəsə buluş gerek. Onun başqa muhabbet deyilən bu ideya olğan çağda biz ondası muhabbetimizden yardımımızı bir qancha adamga berib qo'ysak yetemdi. Yetemdi. Ondası qancha köp adamga bersek shuncha yaxshimi emasmi? Ondasa qancha köpligen adamlarga muhabbetimizni berishimiz gerek. Yardım berişimiz gerek. Şuna bizden satılan obyektimiz
ma'lum bir mahalning odami bo'lib qolsa bo'lmaydi. Ma'lum bir yurtning odami bo'lib qolsa bo'lmaydi. Ma'lum bir millat bo'lib qolsa bo'lmaydi. Uyg'urning boshqa odamga sotmaganlar satmayapmiz vazirimiz. Acaba Qozoq millati, Qirg'iz millati, Xanzu millati, har qaysi millatlar bizning qarindoshlarimiz emasmi? Ularga yordam qilsak bo'lmamdi. Biz insoniyat deb yashay olishimiz kerak-ku. To'g'rimi emasmi? Qaltis degan narsa. Mana bu qaltis deganning bir belgisi qo'y shunaqa. Xo, qaltis to'g'ri-ku. Lekin bu xo'lish bunda oson emas ko'pchilik. Qaranglar bu xo'ning barliq kirish jarayoni sizlarga azroq o'zimning hikmatlaridan ahariya so'zlab. Xo'sh, unda bo'lsa qaranglar. O'zim deb yashagan chog'imizda biz bunda olib qoldik emas. O'zim deb yashagan chog'da. Janolar mana oilam deb yashagan chog'da azroq darajamiz yuqori ko'tarildi ekan. O chog'da millatim deb yashagan chog'da texim yuqorilaydi ekan. Vatanim deb yashagan chog'da texim yuqorilaydi ekan. İnsaniyat deb yashagan chog'da bizning haqiqiy qo'ldi ekanmiz. Siz maslahatingizni ma'lum bir millatga, ma'lum bir rayonga kichik bir ishlab chiqarganmi? Tushunamsiz men gapni hozir? Shu nazar doirangni kengroq qilamiz. Har bir odamlarga qancha ko'p odam yordam berarsak, bizning taraqqiyotimiz shunga loyiq cho'ng bo'ladi. O'zingizni muvaffaqiyat qozondirish uchun avval boshqalarning muvaffaqiyat qozonishiga yordam bering. Tushunammi? Siz qancha ko'p vakolatchilaringizni millioner qildingiz, ular sizni trillioner qilib o'tishi mumkin, milliarder qilib o'tishi mumkin. Shunga o'xshashli bir jarayon. Tushunammi? Avval boshqalarning muvaffaqiyat qozonish uchun tirish baqayli. Boshqalarga sog'lomlik berish uchun, go'zallik berish uchun. Yurgimizdan biz bervatimiz, beg'ishlatimiz degan chog'imizda gaplarimiz butun chiqadi. Qo'rqmay bara olaymiz, gap ocha olaymiz. Hatta mablag'imiz kamlab qolsa-mu, men manchik odamga yordam bermasam bo'lmaydi, manchik odamni xizmatga o'rlashtirmasam bo'lmaydi, mushu sahnani qurib chiqmasam bo'lmaydi. Ham qilishaylik. Sizdan hatto pul chiqadigan odamlar ham chiqishi mumkin. Mayun 6 minut so'zlab, butun vujudi bilan Sunnidan 50 million pulni qoyil qila olgan. U bekchiqga deb 20 million dollar lam olgan. Demak, yurakdan chiqqan gap yurak tegadi. To'g'rimi emasmi? Yordam bermagan chaqda gap yurakdan chiqishga boshlaydi. Sho'ng har birimiz setishga nisbatan texmi cho'ng doiralik muomala qilib boqaylik. Sotquchilar, mayli naq maydondagi va oldidagi xiyda qo'ygan chaqda biz oldimizdagi to'salg'ini yo'qotmasak bo'lmaydi. Birinchi qadam, birinchi rad qiladigan narsa amaliyotda xiyda emas. Nurg'un sotquchilarni o'zi rad qilib etganchu. Bu paloni boy undar so'risini qilmaydi. Kallasdagi ideyani. Bu maslahatni olmaydi. Ishonmaydi. Yoki har xil sabab bilan paloni tuqunim bu hargiz qilmaydi. Shuning bilan o'ziga ishonmadi, ham yaxshi maslahat davatgan, yaxshi fursat davatgan, pul tepish fursati deb. Lekin o'zining eng yaqin odamlarga demaydi. Agar haqiqiy yordami tegsa, haqiqiy shunday foydasi bo'lsa, avval gapni eng yaqin odamlardan boshlab bo'ladimi? Lekin unda qilmaganlikdan birisining achisini, birisining ufkisini, yana birisining do'stini boshqalar aksir vakolatchilikka. Va u qildigan tuqqabas bu oplama ontaqa bunday ishni qilmasmiki deb demabdikanma degan vakolatchilar bormi yo'qmi? Ba, yoki cho'qim bundan kim buladi. Siz demisingiz, boshqalar deydi. Sho'ng har qanday odamga yordam beraman, har bir odam yordam ehtiyojli, u sog'lomlikka, go'zallikka, hech qanday pulga bo'lsa ehtiyojli. Sizning sahningiz ya sog'lomlik berdi, ya go'zallik berdi, yoki boshqa bir imtiyozlarni berdi, ham ig'lik ishlash fursatini yaratib beradi. To'g'rimi emasmi? Sho'ng o'zingizga ishining qiydalan fikrlashgan chaqda uning cho'qim yordamingiz tegadi. Yurakdan kirib deb baqing, meningcha yuragi tegalishi mumkin. Tushunammi? Uningdan boshqa shunga biz texnik ko'p odamlarga yordam berish uchun biz sotadigan narsa telefondan emas, ma'lum bir do'kondan emas, biz ahamiyat setishimiz kerak. To'g'rimi emasmi? Setish doiramizni kengaytirishimiz kerak. Mana eshitdinglar, men maslahatimni har qanday yerda, har qanday vaqtda, har qanday odamga sotaman. Har bir odamga cho'qim yordam qilishim kerak. Sotmay qo'ymayman. Tushunammi? To'g'ri, texnik ko'p odamlarga yordam bera olishimiz kerak.
Unda olsa, biz her qanday vaqt, her qanday odamga setish uchun avval bir narsa bo'lish kerak endi. Yordamga ideyadan boshqa cho'qim maslahatimizga to'liq ishonishimiz kerak. Ba'zilar qimmatga deb qo'ysa, mening maslahatim qimmat o'xshamamdi deb bir xil avval o'ziga ishonmaydi. Maslahatiga ishonmaydi. Shirkatiga ishonmaydi. Ba'zi guruhlar vakolatchi olamasning sababi o'z guruhiga, shirkatiga, maslahatiga o'ziga bo'lgan ishonch yetarli emas. To'g'rimi emasmi? Ishonch bo'lsa gap degan yurakdan ishonch itilib turib chiqadi. Butun chiqadi. To'g'ridir ko'pchilik? Shunga bu ishonch bo'lish kerak. Necha % ishonishimiz kerak avval o'zimizga? 100,000% ishonishimiz kerak. 100% yetmaydi, ma'qulmi? Shunga 100% ishonsak, 100 odam qilib qo'ysa 0% tushib qolamiz. 100,000% bo'lganda 100 odam rad qilsa 99,900 ishonchimiz yana bo'lgandan keyin ma'miz aldi qara. Xo'sh, yaxshi qilishdik. Demak, ishonch butun bo'lsin o'zimizga. Qila oladiganligimizga. Undar so'z qo'yibsizlar, sherik emaylan. Undar so'risimi? Odatdagi oddiy ayollarni qilib, oddiy bo'lmagan natijalarni qozonganligini hammamiz ko'rdik. Har biringlarning tandida ulgu o'g'rak millionerlar cho'qim bor. Bormi yo'qmi? Allı burun qilib natija qozondi. Chunki o'sha sahna yaxshi bo'lganligi uchun. Shunga bu undar so'risi ajoyib yaxshi bo'lgan bir so'da. Shunga u odamlar avval o'ziga ishonsalar qila oladi. Shunga avval o'ziga ishonish kerak. Maslahatiga ishonish kerak. Chunki maslahatlar allı burun hozir raqobatning kuchligida hech kim nachar maslahat chiqarib jamba qolmaydi. Allı burun shallanib bo'ldi odamlar. Ham texim shallandi. Shunga sifatga har birining kafolat qilgan bo'lgan keyin onunla yüksek derecede işiniz gerek. Doğru mu emasmi? Şirketga ishonish kerak, rahbarlarga ishonish kerak, o'z kollektiviga ishonish kerak. Ishongan chaqda undan keyin gap butun chiqadi. Bir odam rad qilib qolsa-mu, shu odam ko'zi qarab turib, qo'lini tutib turib, "Menga ishoning. Men sizning sog'lom bo'lsin" deb qilyapman. Ishoning, sizga bir egilsiz fursat bo'larmiki yoki qo'shimcha pul tepish fursati bo'larmiki deb mush gapni sizga tavsiya qilyapman. Eng yaqin deb qarag'ashqa deb turib, ko'ziga qarab turib deyiladiganlar qanchalik. Oldiga berib turib, qo'lini tanglaydiganlar qanchalik. Menga ishining hamkorlashayli bo'lamdi. Men sizni o'z qeyrinishini bilaman. Demak, mushta ishonchdan qo'lini siqib, ko'ziga qarab tursangiz, yana o'sha odamlar sizga rad qilinishga jur'at qila oladimi? Nice test. To'g'ri emasmi? Demak, odamda energiya bo'ladi. Kimning energiyasi kuchli bo'lsa, energiyasi kuchli odamga agishadi. To'g'rimi emasmi? Siz bu yerda o'zingizga ishonmay, sulishib, qo'l tutsangiz titrab, ta'lab, mushunda titrab turib gapqilsangiz, qanday energiyangiz ta'sir qildi? U odam bag'ancha qadishib boshlaydi, energiyangiz yetmaydi. Tushunadingizlar men gapni? Rahmat, otasangiz bo'ldi, javob berib o'taylar. Demak, sizning kasbiy bilimingiz ancha yuqori bo'lmagan sharoitda texnik muhim sizning ishonchingiz. Tushunadingizlar men gapni? Kasbiy bilimni siz bir kun o'rganib olmaysiz. Siz yangidan kirgan bir unidor so'rgiri. Siz shirkatni to'liq tushunmaysiz. Yoki ozroq tushundingiz. Maslahatda unchalar mutaxassis emas. U bir kun o'rganib bo'lgan narsa emas. Sizning nima dasmoyingiz qanday? Ishonch. Tushunalami meni? O'zingizga bo'lgan shu qilayotgan ishingiz bo'lgan ishonch sizning eng chong dasmoyingizning birisi. Shunga ishonish kerak ana shunda. Har qanday vaqtda. Ondan har qanday vaqtda, har qanday odamga har qanday yerda digil bo'ldi. Shunga men dars sahnada sotaman. Men tomoq yeyotibmi sotaman. Men o'tibmi sotaman, o'ltiribmi sotaman, yetib turibmi, uxlab o'tibmi sotaman men. Chunki men ishonaman maslahatimning boshqalarga yordam tegadiganligiga. 100%, 100,000%. Nurg'un millionlar ishlab chiqardik, nurg'un natija qozongan chiqardik. Mushu sahnani hozirlaganlarning hammasi mening shogirdim. Mushu o'rganganning foydasi. To'g'rimi emasmi? Shunga setish ashta bir jarayon ko'pchilik. Ishonch, berish jarayoni. O'tamizlar. Ba'zi ideyalar muhim emasmi? Intayin muhim. Avay mayiniga buni qildim. Mayim shu ishonch bilan qoyil qilgan. Nihoyat 6 minut so'zlash fursati u. Sunjong ishna degan. Dunyoda mablag' sog'ish degan jiq. Mayindan faqat bir silam bor. Mayin qoyil qilganini bilsa, nima deganligiga diqqat qilmagan bo'lsangiz bilmasligi mumkin. Mayin nima degan? Dunyoda mablag' sog'ishlar intayin ko'p. Mayindan faqat bir silam bor. Çünkü bana işensang bo'ldi.
Ko'ringlarmi o'ziga bo'lgan ishonchni. Ikkinchi degan gapi bu nurg'un kasblarda hamkorchilik odamdan chiqish mumkin. Lekin menga o'xshash mushu kasb uchun hayotini bag'ishlagan odamni ham topolmasligi mumkin. Bu kasbning kelgusi yuzilishini sen men demak tushunsa. Allah bunu başka yerde bo'lib bo'ldi. Junguning qancha cho'ng bozor ekanligini bilsa. Lekin men bu kasbga hayotim bilan muomala qilaman. Shu ikki ig'iz o'ziga bo'lgan ishonch 20 million dollarga erishtiradi. Demak, ishonch nurg'un narsani beralaydi degan gap. Tushunadinglarmi, tushunmadinglarmi? Shunga yangi mushu unidor savdosi bilan shug'ullanayotgan ekran oldidagi bizning hamkorlashuvchilar, eng qaltis vakolatchilar, shundaqlar naqmaydandiki, barliq korxonachilar ishonch beraylik atrofimizdagi odamlarga. Yenimizdagi odamlar avval ishonsin. Bulamda muhabbat beraylik. Yordam qilaylik. Xo'sh, setish to'g'risidagi dastlabki satmay qo'ymayman taqi muqaddimasidan azroq qariya angladik. Unda bo'lsa, setishda avaydan bir qism muhim ideyalarni so'zlab berdim. Amiyatda har birimiz sotqish keligimizni deb berdim. Mayli korxonchi, mayli oila bo'lgan bir odam bo'lsin. Hunarmand bo'lsin, naqshchi bo'lsin. O'zini qaysi eng yaxshi bovjon qila oladi, eng yaxshi ifodalay oladi. To'g'ri emasmi? Qanchalik odamlarga ta'sir qila oladi? Ashtan hammasi setish jarayoni edi. Hatto davlat arboblarimiz sotuvchi. Har qaysi davlatdan yana bir davlatga sayohat qila olmaydi ular. Shu ma'lum bir diplomatik munosabat, ma'lum bir so'z o'rin tutdi. To'g'ri emasmi? Xo'sh, unda bo'lsa, ham sotmay qo'ymayman degan darsimizdan nurg'un nazmullar bor. Masalan, har xil setishni ilgari usullari, har xil savdo andizlari, uni boshqa nurg'un bilimlar bor. Uning hammasi tugamaydi. Hozir yana tugamaydi. Shunaqmi bir qancha ideyani, setishning bir qancha usullarini yoki so'zlab beray. Bunda mushu sotmay qo'yman darsimizda so'zlaydigan, ya'ni setishning hamda bir qadam bosqichi bo'ldi. Har qanday ishning bir tartibi bo'ladi-ku. Kiyim-kiyishdan tortib hammashining tartibi bor. Shunga o'xshash setishning bir asosiy mahorat darsida uning bir qadam bosqichlari bo'lgan bo'ladi. Ya'ni shov-shovda shida bujo'da, ya'ni setishning 10 cho'ng qadam bosqichi. Bugun sizlarga qisqa ixchamlab so'zlab beray. Keyin vaqtlarda naq maydon darsida buni tafsilisini anglanglar. Bulamda qatnashganlar bormi? Naq maydon darsini bo'lib qolsa, qo'l ko'tarib baqinglar. Qatnashishni xohlaydiganlar, o'zingizning yolg'iz qatnashmaydigansizlar qachon? Necha odam keldingizlar? 10 odam kelmagan bormi yo'qmi darsimga? Mana setilib ketdi. Okay, setish boshlar bo'ldi. Xo'sh, unda setishdinki 10 cho'ng qadam bosqichini sizlar o'rtoqlashay. Nima uchun? Endi bu setishni sotaman deblar bizning odamlarimiz nima yuguraydi? Pul olishga yuguraydi. To'g'rimi? Pul olish qaldirab ketib, pul ololmay qaytib keladi. Amiyatda pul olish, cho'ngjao degan bu bosqich setishning 10 cho'ng qadam bosqichida 8-qadam. Tushunamizmi gapni hozir? Qanchaki elishga oldirgancha ololmayotganlikning sababi u oldirab ketgan, oldidagi qadam bosqichlarini tamomlamagan. Şoňa ekran aldydakiler bolsun we naqmaydakiler bolsun, awal her qanday iş özünün qanuniyeti tertip bolady. Nutq so'zlashnikmi, qanday kayçanbay deymiz, qanday başlaymiz, qanday davamlaştıramiz, qanday yuqori pallaga chiqamiz, qanday oxirlashtiramiz, uningmi tertip bolady. To'g'rimi emasmi? Şirketning shu qurish jarayonlari, har bir narsaning tertibi bor. Cho'ng setishdinki, shu qadam bosqichlari biz egallashdagi bir narsa. Bu oddiy lekin cho'qim bilsak bo'lmaydigan asosiy mahorat. Tantaribida kunda qiladigan bir harakatlarimiz bor, asosiy mahorat shu. Mayli qaysi turning o'ling shu harakatni qilsiz, 8 harakatni qilsiz. Shunga o'xshaydi. Bulamda shoma vakolatchilarga anglatadi, bularni cho'qim anglash kerak. Sizlarmi ham shu nasib birinchi qadam. Bizinglar, setishning 10 cho'ng qadamining birinchisi cho'ngfunda jumbey, to'liq tayyorlik bo'lish. Birinchisi nima ekan? To'liq tayyorlik bo'lish, cho'ngfunda jumbey. Unda bo'lsa, har qanday ishning esanlari bo'lsin, muvaffaqiyatli bo'lishi tayyorlik bilan munosabatlik. Bugungi mashg'ulotning yaxshi bo'lishi tayyorlik bilan munosabatlik. Darsimning yaxshi chiqishi tayyorlik bilan munosabatlik. Yozgan narsa ekanmaslikmi? Tayyorlik bilan munosabatlik. Tushunammi? Setishmi? Tayyorlik bilan munosabatlik. Birodarning imtihonda o'tishi, o'tmasligi hamma narsa shu.
Demek xayrida nima uchun yoq sotolmaymiz? Bizning tayyorligimiz puxta emas. Chunki biz tayyorlasizlar. Hech qanday mashq qilmaylar, askarlar jangga tushsa, yengilmamda. Sahnada biz usta o'ynagan vaqtlarni ko'rib olamiz. Shunda pakat. Amiyatda sahnaning keyida necha qatimlab futbollarning yig'irib olganligini, qayrib olganligini qilmaymiz. Tayshan shifenjong, taysha shinyangung. To'g'rimi emasmi? Shunga so'dining o'zidami tayyorlik nihoyatda muhim. Unda setishdimi shu? Undasa birinchi tayyorlik yezinglar. Birinchisi kasbiy bilim jihatiga tayyorlik. Kasbiy bilim jihatiga tayyorlik. Unda siz xeyda satmoqchi bo'ldingiz, kasbiy bilimingiz yetarli bo'lmasa, o odamga to'g'ri tushundira olasiz. To'g'ri tushundira olmasangiz, o odamga kepingizga ishonamdi. Ishonmasa olamdi. Amiyatda shunga kasbiy bilim jihatda to'liq yaxshi tayyorlik qilish kerak. Masalan, bir poyezdga bilet kesilgan, tit qilib kesilgan odamning bir 15 kun tarbiyalaga qo'yman, ha? Sotquchilarni, vakolatchi odamlarni ham siz endi vakolatchi bo'ldingiz, sotay deb chiqarib qo'ysak, xato. Har qanday idora jamiyatdimi, masalan, siz bir gonguya intan bilan yoki bir xizmat o'rlashing, cho'qim avval xizmat chiqishdan burungi tarbiyalash ep boradimi unda? Gangchen payshun, to'g'rimi? Avvalgi bu tarbiyalash ep bo'lmay turib chiqarib qo'ysa, u odamlar ular yaxshi qilolmaydi. Lekin siz yangi kirgan vakolatchingiz qarta avval qancha kun tarbiyalash qilib, ondan sechiq chiqardingiz. Mana masalani o'ylashib qo'ying. Sizning yangi qilmisingiz, sizning ostingizdagi vakolatchilar qatlama mangizlar, ular qanday qilib yotadi? Tushunalmani? Beribli xeyirdak yaqildi bular. Chunki hayajon. Chunki endi bir yangi fursat qo'l keldi, xeyirdak sotmoqchi, malni yerdan oldi yuguraydi ma. Voy, yaxshi bo'lganda avalingiz, mening bundan qayib o'g'andim. Men maslahat bundan o'chida bir qator yugurib, hammasini chiqirdi. Lekin shirkatga bo'lgan tushuncha yetarli emas. Kasbiy bilim yetarli emas. O'zining har qaysi jihatdagi narsa yetarli bo'lmaganlikdan bir gapida xatolar chiqadi. Savdo ahvolini tushundira olmaydi. Sizlar qanday hamkorlashsa, qanday mukofot bersa, bizning shirkatda mashina urdi, anondan keyin sayohatga chiqdi, anondan keyin deb xato javobni berib turdi. Şirketning eppagan sushi xoding deymiz, seçkilik surish faoliyati bilan muqim bo'lgan bir mukofot endisimi aralashtirib so'zlaydi. Ashta ahvol bormi, yo'qmi? Xato qilgandan keyin xato natija chiqishga boshlaydi. Chunki tayyorlik puxta emas, yetarli emas, hatto yo'q. Undan buguna yangi kirgan odamdimi? No. Uning qizg'in bo'lishi to'g'ri. Uning xeyirda qatnashishi to'g'ri. Şuna yetekçiler, mayli karxançısılar bulunlar ve sizlerin aslındaki barlıq yetekçiler olsun. Mayli kim bulaylı? Aval tayyorlik qilish kerak. Aval bir necha kun tarbiyalab etish kerak. Topda olsun mayli. Bo'lmasa naq maydonda bo'lsa yaxshi. Ularning yurish turishidan tortib, gap so'zigacha. Deydigan gapidan tortib. Qayda telefon pam o'zining gapini qilsa qanashamdi? Xoliga vaqt ursa qanashamdi? Tush tamoq turdi, tamoq yeyotgan vaqt gapini tanışamdi. Et deganda ursa, hamma odam etgani o'zining ishini o'rlashtirib oladi. Qaysi kun do'ying bir nima chiqargandim ko'rganlar bormi? Xeyrdagi telefon urishning eng yaxshi vaqti deganni ko'rganlar bor, bir qanchanglar. Demak, xeyrdagi telefon urishning bir vaqti bor. Etgan soat 8 dan, masalan, 10:30 joyga vaqtda xeyrdagi telefon qilsak bo'lmaydi. Chunki hamma odam et degan shirkatga kelib, ish qilib yoki o'zining aldirashlarni o'rlashtirgan ba'zidan qo'pmagan bo'ldi. To'g'ri emasmi? 10:30dan 11:30gacha bo'lgan vaqtlar, 12:00gacha bo'lgan vaqtlar, andan keyin azroq bir aldirashni tuytib, azroq bir aruldi ursa, xeyli mas keladi. Tushdi soat 11:30-12dan 2:00gacha bo'lgan vaqtda urmaslik kerak. Ya tushlik armab uxlaydiganlar bor, yoki tamoq yeydi, aldirash tamoq yeyotadi deb qamilan aqmaydi. Tushlikka ish kuchlarda azroq bir tamoq yeb, to'yinib bir uyqusi keldi yoki xizmat o'qish paranishni xohlamaydi, dilishga vaqtlar. Umumiy muvofiq kelmaydi. 3dan 6:gacha bo'lgan vaqt eng yaxshi vaqt masalan telefon urishniki. Nasıl vaqtini mi to'g'ri bilish kerak odam, lekin uraverdi. Hatto telefon urib deydigan gapni uqmaydi. Uning chuqum joyi xoshu deymiz, so'z mahoratlari ketadi. Qayerda qanday fikrlashimiz, qanday uning ahvolini egallaymiz, har bir jarayonga bir jarayon ketadi. Ham odamning to'liq tushunmaydi. Tushunmaganlikdan xato gap chiqaverdi.
Demek aslida bir yaxshi material tiya o. Bir qiziqilibyapti, berib tangri suvalida. Ret qilib etmez mi ayet adamlar? Ret qilib etgandan keyin suvalidi madem bir mehqa. Ondan qiziqlik tövellaydi. Qaydab atgan qazonga suv qildi, tövellab ketadi. İşenchisi azlaydi. Kichik bola bir zam yeb ketsa, cho'ng o'g'ichi unutmayotgan bo'lib qolgan bir ahvollar bormi, yo'qmi? Dal yangi vakolatchimiz bir bovoqqa o'xshaydi. O mengishni o'rganmay turib, jugakka chiqib qo'ymasak bo'lmaydi. Ozroq mengishni o'rgansin, talog'i chiqsin, ondan chiqsin ulgurdi. Şoň bu tayyorlikning bo'lishning o'zi xayrida balamizningki, yangi tug'iliblam biz uni jugurashga oldiratganlik bilan barobar. Hech qanday mashq qilmagan askar jangga solgan bilan barobar. Hunar o'rganmagan odamnikilar darhol qaychi tutib chechini yasatgan bilan, tamoq et degan bilan barobar. Tushundingizmi men hozir? Şoňa ahamiyat beradigan narsa yangi kirganlarni cho'qim maxsus bir necha kun tarbiyalashni o'tkazib, ondan xayrida uchrashtiramiz. Bo'lmasa, o odamning o'zi qilgan ruhiy jihati zarba uchraydi. Aslida oladigan xayrdarni dastlabki xatoga qilib, olmaydigan qilib, o'zining kishilik chambergini buzib qo'yganda, ondan uninga degan bilan tunji ta'sirotdan e'lagan nisbat necha %? Ya? 60% dastlabki mag'lub bo'lib, odamlar bir muncha odam boyligi vayron bo'ladi, buziladi degan gap. Tushunaldingizmi hozir bu gapni? Şuna xayrda bilan dastlabkilam yenkirdi madan sata vallah sata deb qo'yib bermaymiz. Qancha tajriba bo'lsa-mu, u sizning shirkatingiz yenkirdi, ya'ni bilmaydigan nurg'un uchurlar bor. Sog'lomlik olmasa, uzuqshunoslar olgan bo'lsa-mu, lekin sizning shirkatingiz kirdi, ya'ni tushunmaydigan bir yerlar bor. To'g'ri emasmi? Yana ozroq tushunsin. Bo'lsa intomingizdan o'ssin bir qatimliq. Siz so'zlang, chunki o'rganishningki qadam bosqichlari bo'ldi. O'rgatishning qadam bosqichlari bo'ldi. Şoň o qadam bosqichlar bo'yicha avval o'rgatishimiz kerakda hamda. To'g'ri emasmi ko'pchilik? Şoňa odamlarimiz bevosita xayrda bilan dastlabkilam hech nima o'rganmay turib, hargiz uchrashmasin. O'rgatishning 5 qadamida, masalan, birinchi qadam, masalan, ulgu ko'rsatish deymiz. Avval siz ulgu ko'rsatibsiz, mana deysa, mana qilsa yoki elib o'zingiz billa yangi adamingizni yetaklab, ona qush, bola qushni uchishni o'rgatgan, qanot qilishni o'rgatganga o'xshash, xaydaringizni suhbatlashgan yerga har bir yetakchi chuqum mas'ul bo'lib, yangi odamlarni yanida evilish kerak bozor chiqib borgan chaqda. O odam ko'rib, anglab, avval bir hunarnimda bir ko'zi pishirgan bir ish bor, cho'nglarning. Avval ko'zing pishsin deydigan bir gap bor. Anglaganmi? Avval ko'rib, o'rganadi uni. Ondan keyin baqidi, ondan riyosatchilik qilib baqidi, ondan so'zlab baqidi. Onun so'zlaydigan yuvas ozroq vaqt kerak. Oldirab ketimiz lekin biz-chu. Bizning maqsadimiz tiz pul tepish. Undaq emas, muqim pul tepish. Qaysini xohlaysizlar? Tiz pul tepishnimi, muqimnimi? Mening bir darsim borda, tez suratda muvaffaqiyat qozonishning mahbiyati deydigan. Lekin u deganlikdan o'zi bir kechada muvaffaqiyat qozonsa degan gap emas-chu. Muvaffaqiyatning suratini tizlatgan degan gap. Tushundingizmi? Dal shunga o'xshash, biz tez pul topib qoldirib ketiblam, yangi kirgan odamlar ham achaya bozordan qo'yib beramiz. No. Kichik bolani yolg'iz bozor solib bo'lsa, bir odam qo'shib qo'yishlarga deyman, ha? Dal shunga o'xshaydi. Shunga siz shu yangi kirgan odamni bir kichik bol deb o'ylang. Qiziqligi bor, ajini bor bir bola deb o'ylang. Qana qilsiz, billa yetaklab, balam, mapistani, mamanda, falaniya bir-birlab men avay muhabbatlashgan o'xshagan bo'lsam, muhabbatinglarning mevasi chiqdi emasmi? Endi u mevasini o'tirib qo'ymay, parvarish qilsanglar, texmi cho'ng meva berish mumkin. Hammasi logikani o'rganinglar avval. Manadagi disan loji 非常重要. Bak muhim. Asosiy logika. Seçishning avay bilan muhabbatlashgan jarayonida endi muhabbatinglarning mevasi chiqdi, natijasi chiqdi. Lekin onlar parvarish qilsak o'ylab qoldi. Shunga adamlarimizni bir-birlab biz qildigan ishimiz ularni ya'ni mushu nimaga akilimiz. Bir-birlab o'gitimiz shu bizga kelgandan keyin andan uchitma olgan chaqda qo'yib berib satarsak ajoyib setadi ular. Ajoyib iqtidorli odamlar bor. Bizni tiz ularning o'ginishi. Ba'zi aslida material yaxshi odamlarimiz bor. Ozroq o'gitib qo'ysak, ozroq bilib olgandan keyin bizdan oshirib o'tish mumkin. Lekin dastlabkilam xato bo'lib qolgandan keyin iqtidorli odammi balkim yaxshi qilolmay qolishi mumkin.
Şoňa manyň galayda ähmiýet berimiz. Ondan soň ögütüşden garabynda ögü köztüş. Şunama? Anandan keyin siz ülgü köz. Birincisi düşendiriş, ikincisi ülgü köztüş, üçüncüsü anandan keyin onuğa qygyzyp beqiş, dörtüncüsü hatalygyny tüzdiş, beşincisi ýene bir qatim küçeytiş. Ma 5 qadamlyk ögütüş ýany boýunça ma ögünüp algandan keyin ämdi çyksaňyz bolady. Çönalanmany. Bu 5 qadamny qıldyňlarmy? Meningçe qymydyk. Qılgan bolsakmy taza yeterlik we sistemalik emas. Bizge lazımy sistemalik togry usul. Qadam basqıçlyk jaryan. Zawodda mesela işlep çykyrdy. Biz şirketimizden bir zawodga aylandyrışymyz gerek. Çönalanmany. Zawod hemme näse avtomatik zydynxwa ýunzo kıldygy, avtomatik işlep çykyrdygy. Lekin avtomatik işlep çykyryş üçin bir näse boluş gerek. Ne boluş gerek? Zawod mesela işlep çykargan çağda meýeden qıplam awy suwunki nemisi püdep çykargan bolsa, meýeden su kaçırgan bolsa, meýeden egizni etken bolsa, meýeden markasini çaplagan bolsa, meýeden işini kaçırgan bolsa, liu şu şeýen diýen bir näse bar. Bilemsizler bunu? Bilisizler. Onda olsa bizning şirketimizde qanday qilamiz ondan keyin? Zawodga aylandyramiz, liu çöňhua qilamiz her bir näseni. Şu adam sizler meni gap nazar. Çönalamana, nasıl ýen kirgen yazmyça hemme näseni. Maňa iştaňlar kiçik iş gep bilen bolady. Çoň iş xat bilen bolady. Çönalamana. Şoňa şirketni biz bundan keyin liu çöňhua Indemiz, tertipleştiriş, zincirsiman alatki zavod aylandyrymyz. Bütün tertipni ýyzyp çykymyz. Çönalanmany? Ýeňi hadamlarny terbiýeleş tertipi, qadam basqyçy. Ýeňi kirgen adam, kirgen tunjy günden başlap, şirketninki birincisi, şirketniň maslahatyny düşündirişini öňüniş gerek, şirket düşündirişini öňüniş gerek, şirket liderini tunuşturuşyny öňüniş gerek, maslahatyň alaýygyny öňüniş gerek, iqtisady tüzülmesini öňüniş gerek. Şuradan sen maget nazar. Bütün ögünçli işik näselerini hemen qıp bolgandan keyin o materialların hemmisini to'liq tayyorlap bersizler. Yuangung şowsa çanalanmany yazmyça. Biz satmakçı. Bir adam setip boldyk. Endi biz adamni dukanga aylandyratmakçı. Zawodga aylandyratmakçı. Her bir alqylany. Teximi keng kölemde satmakçı anandan keyin biz. Mana gapni düşünüp atsizlar hazır ha? Amalama adillaştırışta çıbatma. Anadın keyin unda olsa a çıktı. Unda olsa xadimlarning bizniki ularning yuriştiriş ölçümü. Unda alat kiyini do to'g'rimi? Qeydaning oldiga uxlash kiyim bilan chiqib olmaydi. Unda obraz qo'yilgan talab, yuriştirish qo'yilgan talab, har bir narsa bir qatim kelgan odamga ma materialni cho'qim bir qatim o'qib o'tishingiz kerak. Bizning shirkatning tunishtirishi tarasas yozib berdilarsizlar. Onun yazılmayandan keyin siz izi tayyor qilib bergandan keyin yozasiz bilan manda. Bizning lider manda adam, bizning shirkat manda deb shirkatning liderini hamma narsani tavsiya qilib, mala kuch oriyat kelish kerak. Kuch oriyat kelish kerak, tushunamani? O'zining kuchi yetmaydi. Tankilanmaydi odamga. Keynida bir o'laqa keynda ata-onasi o'z kichik bolamdan har cho'ng so'zaydi. Esingda bormaga? İşte ilgisi bilen küçükteydi hocam ama. Adamlarımız mı? Kendi bir tağı olsa poççu söyleyeceğim gibi. Bu tağ sizlerdek ılgar karxançılar. Çanalanmanı küçük şirket, küçük koşun, özgüçü medeniyetimiz, özümüzün alaylıkları. Bu adamki bir tal mesat yetişemez. O adamın vakalet kılış. Mesatını yetiş. Teximi keng o'rlarga taraqqiy qilish. To'g'ri-ku? Unas universal tushunish kerak-ku bu odam. Bitta setib qo'ysa qilib tugam degan ish. Bizning maqsadimiz iste'molchilarga setish, oxirida iste'molchilarimizni hamkorlashib aylantirish va texnik odamlarga yordam qilish. To'g'ri-ku? Unda emasmi ya? Unda bo'lgandan keyin avval iste'molchini hamkorlashib aylantirish uchun u gap shuningga loyiq bir yurish, so'z mahoratlari tertiplik bir logikalik bir narsa o adamlarga yetilishi kerak uchur. Adam qanday sharoitda to'g'ri hukm chiqirdi. Adam taqdirini, uning qarori, hukmi belgilaydi.
Onun kararının to'g'ri bu xatoligini, onun albatta ko'rgan bilganlari, onunki renjidu deymiz. O'zining bilgan doirasi chiqara oladi. Yana birisi shu odamning hukm chiqarish uchun bir narsalarga uningga yetgan uchur to'g'ri va to'liq bo'lish kerak. Yetgan uchur xato bo'ldi. Anglayotganlarning hammasi savodsiz emas. Odamlarimizning safasi kundan kunga yuqori ko'tarilyotdi. 4 og'iz gapni xato qildingiz. Ukam men bilan o'ynashaman degancha ichida-chu. Teshib demagan bilan ichida necha gapni xato qilib bo'lding, hozir bo'ldi meni oldi olmaysiz, o'rganib kel deb qo'ydi ichida-chu. Yuziga demaydi ba'zilarni. Yuziga deb o'tirganlar bor taqa. Tushunadingmi? Men gapni tushunyapsizlar hozir. Bu sizlar emas, men anglayotgan vakolatchilarningmi munosabatlik. Ham sizlar yetkazdigan ideya mushlarning hammasi. Men sizlar deydigan gapni deb berib o'taman hozir. Chunki anglayotganlar bugun undidor savdogarlar ekansizlar, men xo'jalarning hammasi ham ko'pinchalar shundaqki bir notiq o'zining nima so'z etkazib shuni emas, boshqalarning nemaga ehtiyoji bo'lsa shuni so'zlash kerak. Shuni sizlarga moslashtirib, mazmunni shu yerga keldim. Sizlar alayhi qarqancha bo'lsangiz shunga loyiq, boshqa bir ishni qilsangiz shunga loyiq mazmunni men qarashtirib beraman. Qanday bo'lish sizlarga bog'liq degandim, bu ifodani qilib yaxshi, shuni bilishlar bo'tadi. Tushunarlimi? Okay. Unda siz zavod oldiga kelgan ekanmiz. Ava degan xosalarni chiqaram deganmiz. Shirkat tanishtirishni bizning shirkatdan bunda deb ismini aran ismini deyolmay qolma. Men net shirkatning vakolatchilarining shirkatining ismini to'g'ri deyolmagan bayqadim. Ashta ahvol bormi yo'qmi? Shirkatning qurilgan vaqti o'qimaydi. O'rnining nerligini bilmaydi. O'rnim yo'q taqa ba'zilar. Anadan keyin ba'zilarininki maslahatining necha xil maslahatligini bilmaydi. Xato, hamma uchurlar xato. U alayligidan uning tarkibi alayligini gap oshqila olmaydi. To'g'ri emasmi? Bu gapli xato bo'lsa, maqsadimiz qarshi tarafni hukm qilg'izish-ku. Hukm chiqarish uchun uchur to'g'ri va to'liq bo'lish kerak-ku. Demak, to'liqmi emas, to'g'rimi emas bo'lsa, haq ishinamdi. Tushunamdi. Qayerdan nima uchun olmaydi? Ya, men aytishdanlar, qayerdan nima uchun olmaydi? Ya ishonmaydi, ya tushunmaydi. Eng muhim yer deyli mani. Nas gapingizni ya tushunmadi xato. Ya ishonmadi. Nima uchun oladi? Nima uchun pul to'laydi? Tushunalmi mani? Pulining bir uchi yurakda, bir uchi bilakda. Yurak kim ta'sir qilmadi? Bilak harakatlanmadi. Degan gap ma. Shu gap qilish muhim. Qanday gap qilish texmi muhim. Do'stlush muhim, kim bilan do'stlush muhim deganga o'xshash. Çünkü bu to'g'ri gap chiqmasa, mangu to'g'ri bo'lmagan javob qaytadi. Shunga buningdan keyin ko'pchilik kasblashmaganlar o'tirib qo'ydi. Undar sohasi bo'lsin yoki barliq sohalarda bo'lsin, kim u kasblashsa shu o'tadi. Tushunarlimi meni? Kasb xayrda, men aytdinglar, xayrda yo'qolib ketmadi. Balki kasb egilarining yeniga yo'tkilib ketdi. Fursat yo'qolib ketmaydi. Yo'tkilib ketadi. Tushunarlimi meni? Kundan kunga go'zallikni suydigan odamlar ko'payib jamiyatda. To'g'ri emasmi? Davlatimizning go'zallik qurilishi uchun ajoyib nurg'un qurilishlarni ishlarni epadi. Go'zallikdan shug'ullanganda to'liqlanib beryapti. Demak, go'zallik eng yuqori ko'taryapti. Go'zallik hamma odam qiziqadi. Ayollar emas, erlarmi qiziq emas. Men o'shaplayman ba'zi chaqda. To'g'ri-ku? Sahnga chiqqan odam be yoshlash qilsak bo'lmas. To'g'rimi emasmi? Men nurg'un saqlanib maysurma masalan deylik. Nurg'un narsa diqqat qilamiz masalan. Xo'sh, erlarmi diqqat qilganda ayollar diqqat qilmagan narsa emas bu. Mangulik ehtiyoji. Unda bo'lsa go'zallik ehtiyoj kundan-kun yuqorilawsa, xiyada yo'qolib ketganmikan? Undaq emas. Sağlamlık mesela dekansizlar ba'zilaringlar. Sağlamlık eni texim yuqorildi, mush qatim yuqum mezgildinki mushu ta'sirlari butkul odamni sağlamlık eni nisbatan ajoyib uyg'otdi. Chunki qanchaki immun kuchingiz yuqori bo'lsa, ma'vu kasallikka qarshi turishingiz nimangiz shuncha yuqori bo'ldi, to'g'ri emasmi? Shuni texim sağlam turishingiz kerak. Emiyat odamlarning sağlamlık eni ajoyib yuqori ko'tarildi. Bundan keyin kasal tugisimi maska taqmay kunanmaydigan turimiz hozir. Demak, shu darajada. To'g'rimi emasmi ko'pchilik? Yana qaysi sohaning bor? Asosan ichki ishon sohadagi ekansizlar hozir. Demak, har ishga ehtiyoji bor tursa, xayrida men demak texmi ko'paygan tursa,
Sağlamlıqqa nisbatan hozir ajoyib cho'ng bir xiris e'tirofi bo'lyapti. Mayli, hamma soha demak yaxshi mang'ilgan soha. Xayrda ba. Niki yo'qolib ketmadi xayrida. Yo'tkilib ketdi. Kasb egalarining yeniga. Bunda bir misol olsak, sizlar yo'tkilib ketisizlar-chi? Xayrida dunyodagi eng bek sodiq darajasi mangulik sodiq xayrida olmaydi. Ular yo'tkilib ketadi, tushuninglarmi? Gap biz qancha uzun tutib tura olsak, bizning qalbimiz shu. Masalan, sizlar chechonga kestirsanlar, xonim qizlar, sizlarni kesib qo'ysa xolamsizlar, chechonlarni yasab qo'ysa, shogirdimi? Taboq yesanglar, ustisi qo'rib bersinmi, seni shogirdimi erlar? Ustisi shunaqa. Kiyim tiksanglar, ustisi tikib bersinmi, shogirdimi? Demak, hamma odam ustamligini qarab menyapti. Shu ustam janja degan shu. Kasb egisi degan shu. Nima uchun mening o'quvchilarim kun-kun ko'payyapti? Uqmayman. Qaraganda sal kasbiy o'xshaydi bizlarga. O'xshamaydigan bir yerlari bor o'xshaydi. Men shirkatning setish bilimini bir vaqt yo'q qilib hozir. Men setish bilimi ketmaydi. Xayrida har kuni o'chirib turib, ishxonamga o'zi keladi. Tushunadingizlar men gapni? Men shirkatning setish bilimini yo'q deb aytdim men gapni. Shirkatimni yo'g'an qilgan bilan setish bilimi yo'q hozir. Xayrdaning oldiga siz qo'g'lab basanglarmi, berib setishmi bir setish. Eng yuqori setish xayrida o'zi izlab kelsa eng yuqori pallasi. To'g'ri emasmi? Demak, meni xayrida o'zi izlab qo'yadi. Ma'lum, menga ishga tarbiyash qilib bergan bo'lsa, ma'lum, menga maslahat bergan bo'lsa, ma'lum, xatashgan bo'lsak. Tushunamsizlar men gapni hozir? Shu sho'ratga yetishimiz kerak. Uning uchun kasblashishimiz kerak. Otanning, lopning hangi oyisida debchi. Masalan, bir tal tiyib baka desa, mishadin tog' aralab eshib turib, shu tiyibning yeniga berib, bir maslahatni, bir doğruni ep kelimiz masalan, nech pul ketsa. O palon yerda bir senda bir qozoq doktori bor desa, berib kelimiz. O bir tog'ning keyinda bir zangzu doktori bor, tiyib baka desa, jugrab berib, tog' davollarni eshib, shuningdan olamiz. Uning ne bir gongavsini ko'rganmi? Ne bir bovjonlarini ko'rdingmi? Giz qipurlab yasab ismini bilmaydigan bir narsani sizlarga birdi. Lekin ashrimi nech pul desa, gap qilmay elib akilimiz. Nima uchun? To'g'ri, janja. Kasb egisi deb ataldi. Kasb egisi bo'ldi. Shunga hatto bir ijoratnomasi bo'lmasmi? Bir tal Johnson tayinlik gizga o'rab bersimi, tag'i ochtlab berib, necha ming yuanga ep kelib o'tadi. Tushunyapsizlarmi bu gapni? Demak, biz kasb egisi bo'lmay turib, sotqichning rol o'ynab olsak, bir qatim sotishimiz mumkin. Ikkinchi qatim sotamiz mumkin. Uzun muddat kammasligi mumkin. Bag'ancha bozordan shallanib ketishimiz mumkin. Chunki bu kasbiy bilim cho'qim o'rganadigan narsa. Kasb ahli cho'qim bo'ladigan narsa. Buningdagi amal yo'q. Xunlik qilib, har qanday kasbdan xunlik qilish yani ne? Jambaqtilik qilib, tarjima qilib beraysizlarga. So'qinib kirib olib, endi buningdagi jon baqolmaydi. Nurg'un ma'lumot chiqadi, amal yo'q. Shalinadi. Kasb egasi aylanmasa. Nurg'un kasblar chiqdi. Nurg'un undar so'lganlar chiqdi. Faqat buningdan keyin kasb egalari qilib, mayli mulozimat, ishlab chiqarish, suhbat hamma jihatdan yaxshilatdiki. Bağancha bunda holat tayyorligi bo'sh chiqib qolganlar tabiiy shallandi. Sizlarning shallang'uvchilar qatoridan o'rin olganlar bormi yoki muvaffaqiyatchilar qatoridan, tanlang'uvchilar qatoridan o'rin olganlar bormi? Qo'l ko'tarib baqinglar, ko'rib baqay. Ayt, yaxshi nima deydi? Oldiz. Shunga shuna bo'g'inlar bo'lsa, meningcha kimni izlashni bildinglar-ku deyman. Ma'ishdanlar o'g'inish muhim. Ma'ishdanlar. O'g'inish muhim. Kimdan o'g'inish? Texim muhim. Bugun masalan mening shogirdim Abdurahmon qilsan, setish to'g'risida qilib, setish chempioni qilib, buni tarbiyalab birga olib qo'ydim. Setish chempioni bo'lmoqchi bo'lsanglar, nabalda o'rgansanlar bo'ldi. Shunday yaxshi so'zlaydi. Javob beraylik Abdurahmonga. Nega Abdurahmondek bo'lmoqchi bo'lsanglar, mendan o'rgansanglar bo'ldi. Shu hamma ishlar egisini topsanglar bo'ldi. Tushuninglarmi?
Şunun o'xshash. Nurg'unlar. Şuna kasb egisi bo'lishimiz kerak. Juanja shi yingja. Tushunalami? Albatta, rahbarlik ilmida yana ayrim. Uni ayrim o'g'itma. Kasb egisi bo'lolmasang, o'ftiraga yo'l bor. Lekin keng sotquchilarimiz, vakolatchilar cho'qim kasb egisilar hal bo'lish kerak. Endi ma rahbarlar kasb egisi bo'linglar. Bo'lolmasanglar kasb egisini tepib ishiltishni bilinglar. Tushunalami? Ma eshitdinglar, aqlli odamlar iqtidorli odamlarni o'z uchun xizmat qildirdi. Tushunalami? Şu bunu men keyin mening maxsus Zongsayban degan darsimda maxsus lider qanday bo'ldi? U nima ishlarni qilish kerak? Shirkatning tashkiliy qurilmasi qanday bo'ladi? Shirkatning pay taqsimoti qanday bo'ladi? Ixtisos egalarini qanday jalb qilamiz, qanday turimiz, qanday tarqiy qildiramiz? Butun zidung yunzomoshi avtomatik ma'nogan. Siz bo'lmasangiz shirkatingiz ma'maydi. To'xtab qoldi. Shirkat kasal deganga. Siz bo'lmasangiz ma'nogan holat bo'lishini xohlaysizlar hammanglar. Ashariylarni bir-birlab o'gitimiz. Bulamda xo'sh, demak kasblash kerak. Korxona boshqarishdimi? Kasblashingiz kerak. Siz boshqarishning ilmlarini kasblashib o'rganishingiz kerak. Sotquchilar setishni o'rganish kerak. Kasbkorlar go'zallik go'zallik bilimlarini, sog'lomlik bilimlarini o'rganish kerak. To'g'ri emasmi? Bilim ikki xil bo'ldi. Biri, ya'ni kasbiy bilim. Kasbiy iqtidorni yetildiriladi dedik. Shuning uchun bilim iqtidorini yuqori ko'tarish kerak. Bilim ikki xil. Birisi kasbiy bilim, yana birisi universal bilim. Mana eshitdinglar, kasbiy bilim bo'lganda xeridani oson qoyil qilib bo'ladi. Universal bilim bo'lganda xeridani oson mohil qilib bo'ladi. Şun kasbiy bilimingizdan qoyil qiling, universal bilimingizdan, fazilatingiz bilan ularni o'zingizga mohil qiling. Mana bu siz qildigan ish. Tushunganlar? Javob bormi yo'q? Okay. Demek tayyorlik bosqichidan biz bilim jihatdan, kasbiylik jihatdan yaxshi tayyorlik qilamiz. Avval yana bütün odamlarimizga avval o'g'itibroq yo'lga solamiz. Kasbiy bilimi yuqoriroq bo'lsin. Universal bilimlarni albatta o'rgansa bo'ladi. Bulamda bu bilim qurilmasi jihatdagi tayyorlik deb tayyorlikning bir tugadi. Ikkinchisi, izona. Ikkinchisi material jihatdagi gongjuda junbey deymiz. Qurol jabduq jihatdagi material jihatdagi tayyorlik. Masalan, balalarınız əmdi nurgun nəslərini bildi, əmdi bular davamlıq yana satmaqçı. Bunun üçün yana bulağa bir üskünlər kerekdir. Şirketinizin xuası, tunuşturuşu, avval yeni şirket tunuşturgan əmin hizbirana dedim qoy, aşılasılarımız gongju. Masalan, bular sağlamlıq yana satmaqçı. Əgər ularınki, masalan, çaş supunu satır eyli, çeçiniz qanda payıq, manda qoyarken çeçin təşvirdiğen bir üskünü var eyli. O bir munçga qilgan qaragan chaqda telefon yetib qo'yilib bo'lgan, telefonning ekranida ichib ko'ralaydi, telefon chiqib sakkiza, choshning yiltizini tortib, mayliq darajasini tortib, hammasini bir tal mavnankung deymiz. Shu chosh xaltasining ichida qancha tal chosh o'sish kerakligini saqlam bo'lgan, uning tomligi, uzunligi, har bir jarayonda qanday bo'ldi, qanday bo'lmadi degan gapni o'zining chechini shunday ko'rsatsa, mana men deb chiqamdi. O chaqda, masalan, alaylar ikkisini birlashtirsa, bir munç iş qanda bir üskün olmay tushuniga olganjada anında qayiqish taqim yo'qoramamda. Nasa güzellik jihatdanmi, terisini tashirdigan uskunlar, sog'lomlik jihatdanmi, ma'lum bir gungjular bo'lsa yoki bir tajriba qilgan narsalar bo'lsa, to'g'ri emasmi? Demak bu har xil shirkat tunishtirgan materiallari, ulardan aylangan mashinalari, hech bo'lmasa bir kenishkillari yoki formulları, bir gungju bavlari ish qilib o xeyirdanı qaylı qildigan qanchaki ko'p material bo'lsa, bu odamninki qayiqlishi texim asallamdi, taslamdi. Ballariңlarga hozirlab bergan har qaysi korxonachilar gungju degan narsa qanchalik. Bir musobaqa tushsak deylik, birsi men dunyo burunqi darslerimda bir narsa so'zlaganman. Dunyo chempionlaridan birini chiqarib, mashina haydash chempionidan mani yengib olaman desam, necha ishonmaganda. Qanday yengib olsiz deb.
u chempion bo'lgan bilan uningga bir shalidan bir aytib qo'yma, uning Ferrari mashinasi may deymi? Kim yengdi? U shalida uni qancha usta bo'lsa aytib olgan narsasi. Demak, bu yerdagi shuanduy gongju chanalarmi? Bir turkum sizlarningki jabduqlar bo'lish kerak bu yerda. Bozor ochilganga. Mollam bo'lsa olmaydi. Sizin kiyinishingizmi bir jabduq, yurish turishingizmi jabduq, ayolgan mashinangizmi jabduq. Sizning tajriba qilgan narsangiz, tashkil qilgan narsangiz, har bir narsangiz jabduq. Taq gapingizga emas, isbotga, tajribaga, ilm-fanga, san-sifirga ishonadi. To'g'rimi emasmi? O'zingizga yetib qolgan ish qolmaydi. Sizning har xil tashviqotlaringiz, shirkat tunishtirish filmlaringiz yoki har xil materiallar. Tushuningizmi? Shuni biz siz yozma materiallarini tayyorlab qilishingiz, har xil sizning ranjan, yingjan, qattiq detal, yumshoq detal. Shuni bo'lsa tipariq narsalarıngiz qanchaki to'liq bo'lsa, undan keyin bolalaringiz bir jangga quruq qo'l chiqqan odam bilan bir mo'j narsa ko'tarib chiqqanining farqi cho'qim yengdi. Sodining o'zi bir jangga o'xshaydi degan bir gap bor. To'g'rimi emasmi? Shunga bu ish qanday tayyorlik qilmaylam chiqib olamiz yoki chiqib oladi bolalaringiz. Oladigan odamni olmaydigan qilib qo'ydi. Shunga ikkinchi qatim ba'zi fursat keldi, kamisi sal tasroq qiynalib qoldi. Dastlabdilam o zarba uchrab qoldi. Shunga bu jihatdimi meningcha azroq shirkatni qurib, molni ishlab chiqarsa ish tugaydi deb o'ylab qolgan emas. Bu korxonchilarimiz har qaysi xonimlar, apandilar shirkat qurib, mahsulot chiqarganingiz sizdan taqib bir ishni tamomlaganligingiz. Amaliyotda siz yana sizmi tayyorlab qilishingiz kerak. Satilgan bol tayyorlab qilgan o'xshash, sizmi avvalgidek uskunlar, shirkat sizning bir o'rningiz, to'g'rimi? Ondan boshqa sizning har qaysi bo'limlaringiz, apparatlaringiz, sizning odamlaringiz ren cay wu yana odam, tushunami? Pul, narsa, hamma narsa o'lchamlik, u narsalar bo'lishi kerak. Anadan keyin sizning hamma jihat tayyorligingiz, qanday har yildagi faoliyatlarining tayyorliklari, har qilgan ishlaringizning tayyorliklari, shunga o'xshash rahbarlar xas qilgan tayyorliklaringiz bo'lgan o'xshash, xodimlarning tayyorligi bo'lishi kerak. Hamma narsa to'liq bo'lgan chaqda ish texim yaxshi bo'ldi. Bo'lmasa korxonchi bilan savdogarniki jiq farq bo'lmay qoladi. Savdogar shu oyardan oldi, meyada sotdi, tugidi. Siz korxonchi, sizning o'ylagan u yerdan masalan hisobdingiz, u faqat bir mahsulot yengshov bo'lgan bir mahsulot tayyor bo'ldi. Sizning qolgan bo'limlaringiz uchun. Sizning jibo qilgan bo'lsa, masalan kunda jibo qildiraylik, bolalaringiz. Jiboday xoqil, endi unlardan boshqa sen endi yangi nimalardan foydalan deydik. Uning uchun tayyorlik bo'lish kerak. Jiboni qanday qo'yg'ishdan tortib, chiroqlardan tortib urib, keyingi beyjinglardan chiqarib, mahsulotlarni tizib, deydigan gibidan tortib tayyorlik qilib, o bir odam emas, yana hatto nurg'un odamlar yana atrofida bo'lish kerak o'ninki. Odamning qancha maslashadigan odamlar, setilgan bo'lsa, mol soladigan tandoy, jiboning o'ziga nurg'un narsa ketadi. Bir munch tayyorlik bilan bir qatimliq jibo o'ngishli bo'lgan gap. Devas taqtishning o'zimi. Uning o'g'an tayyorligimiz qanchalik? Oshbonlarni jibo qilgan, o'rgatadigan u jihatga texim yo'q. Shunga bu tayyorlik bo'lmaylam, setish qila oldiraymiz. Mesela chiqarib qo'ydiqlar, bitdi bizning ishimiz. Shuning bilan ba'zi chal o'ginib olgan bolalar shu do'rab, go'rappanlardan chiqiblar, masat ishlab chiqariblar. Shundan bir munch undiga savdogarlar paydo bo'ldi. Ba'zilar chal o'ginib qolganlikdan unani vayron bo'ldi, apla deb. Shunga to'g'ri qilsak, ularni tutib qolgan usulni tatib avval oylab bo'lib, mangdigan yo'llarimizni o'ylashib bo'lib, har bir qadamlarni qilsak, meningcha teximi ahamiyatli, teximi to'g'ri, texim yaxshi bo'ldi. Mau isqotamsizlar materiallarni. Muhim. Intayin muhim. Uni maxsus loyihamiz to'g'ri keldi. Keyincha chiqanlar basan tafsil to'xtalamiz. Sal bu yerda men so'zlab bo'g'lim kerak. Demak, rahbarning qilgan tayyorligi, xodimlarning qilgan tayyorligi, hammasining qilgan tayyorligi bo'ladi odamning. Qancha yaxshi bo'lsa, shuncha yaxshi. Mukammal bo'ldi. Bundan tayyorlikning uchinchisi ruhiy jihatdagi tayyorlik. Undan bir satqıcı oldunuz. Siz satmakçı oldunuz mahsulotni. Sizda ruhiy jihatdan qana tayyorlik bor. Ruhiy jihatdan menda cho'qim chempion bo'lmaydigan bir iroda bormi yo'q?
Şunda bir tayyorlik bormi yo'q? Men mushta qilib jinni baqsam bo'lar degan tayyorlik bormi? Mush kesib utib chiqaman degan tayyorlik bormi? Hamma odam Saudiga chamber 2 ta narsa chiqarib qo'yib, undar so'risi qilgan qiyofat kirib oladi. Lekin haqiqiy qilib qilgan 20% odamlar yoki butun vujudi bilan qilgan 3% odamlar mashina o'zib chiqadi. Qolganlar normal jinni beqish mumkin shu. Maqsad jinningizni beqishmi yoki mush sahadan bir mush supidan foydalanib, mahsulotni boshqalar qilib berdi, sahnani yoritib berdi, iglikchilar texim ko'p pul topma, mushunda men o'zimninki kelgusimni yoritaman deb turib, mushni iglik deb qarab turib qilatamsiz. Agar siz vakolat yo'qan bo'lsangiz. Ruhiy jihatdan avval o'zingizni tayyorlik qiling. Siz buni qo'shimcha kasb deb qilatamsiz. Siz buni kichik savdo deb qilatamsiz. Siz kichik savdo deb qaragan bo'lsangiz, yana tushanchangiz yetarli bo'lmay qolibdi. Men ishxonaga nurg'un cho'lponlar keldi, undar savdo qilsam deb hozir. Men cho'lponlarni intilyapti. Nurg'un erlar pushaymon qildi. Nima uchun baldur qilmagandimiz deb undar savdosini. Qaytadan uyg'unib hozir chiqyapti. Amiyat bu intayin ko'p pul topilgan bir savdo. Demak, sizningki shunday tayyorligingiz bormi yo'q? Fursat kelsa hisob emas, tutsak, tutib turib uni haqiqiy joriy qildira olsak. Shunga mush shirkatlarga hamkorlashgan vakolatchilar, siz ruhiy jihatdan tayyorligingiz qanday? Qo'shimcha deb o'ylayapsiz yoki buni haqiqiy kesib turib qilmoqchimi? Chempion bo'lamsiz, odatdagidek qilamsiz. Bumi tayyorlik. Uni boshqa yerda rad qildi odamlarni. Rad qilib qolsa-mu sizga tayyorlik bo'lish kerak. Xiyadarning rad qilishi normal ahvol. Rad qilmasligi normal emasligi. Hech qanday savdoda cho'qim rad qilish bo'ladi. To'g'ri emasmi? Shunga bu jihatmi tayyorlik bo'lish kerak. Bir shikara rad qilib qo'y, sulishib qilib, qilmayma, bo'lmayki deb oxirida shirkatdan, maslahatdan gumonlanib qolgan ish bo'ldi ekan. Siz ishni qildingiz, oxirida ishni paqing. Meningcha, unchalar ko'p siz gumonlanganidek, ansidek ishmi yo'q. Siz amiyatda raurs butun o'zingizdan qilsangiz, pul topa olasiz. Lekin siz bir qancha odamni rad qilib qo'yishingiz bilan siz irodangizdan kessangiz, o'z kasbingizdan kessangiz, bu eng chong ahmoqlik. Chunki har qanday savdo rad qiladigan ishlar bor. Sizni taqin necha million odam rad qilsa, andan keyin necha million odamning qo'llashiga erisha olishingiz mumkin. Nurg'un zo'ntonlarmi shunda paydo bo'lgan. To'g'ri emasmi? Hamma odam qo'llab ketmaydi. Siz har qancha to'g'risingiz bo'lsa, sizdan aman rad qiladigan odamlar bo'ladi. Gap sizning shunga bardoshligingiz. Shunga rad qilishqimi tayyorligimiz bo'lsin. Tushundinglarmi? Ro'jalik tayyorlikda mayli chempion bo'lish tayyorlik bo'lsin, rad qilish bo'lgan tayyorlik bo'lsin, hammasi biz o'ylashgan masala. Chunki xiyerda 3 ga bo'lindi. Birsi qizil olma deymiz. Ba'zi xiyerdaga biz desak ham oladi. Chunki ashunda bir maslahatni, ashunda bir fursatni izlayotgan. Shunga deb bo'g'icha, uchur yetkicha oladi. Ikkinchi qadam xiyerda ko'k olma deymiz. Bu nima desanglar? Ko'k olma qanday bo'ldi? Chimpingo pishmagan holatda, shunaqa. Uni uzib yeysanglar sal qartaq bo'lishi mumkin. Shunga uning muvaffaqiyat temperatura nurg'un o'g'itlash ajri ketadi. Xudo avayman degan agish jarayoni. Siz agashmay turib bir qatam rad qilib qo'ysalam, oldirib ketsangiz bo'lmaydi. Ba'zi xiyerdaning o'yilish paqay degini yoki normal bir qatam rad qilib qo'yishi hargiz xiyerdaning ommadan darak vermaydi. Mana eshitganlar xiyerdaning hozir ommasligi mangu ommasligidan darak bermaydi. Shunga ko'k olmalarni biz cho'p parvish qilishimiz kerak. Vaqt ajratsak, o tabiiy qizdirdi ushchar yesakmi o'lgurimiz. Uchinchisi sesiq olma. Hamda qancha desakmi, tullab, yana bir narsa qilib qat'iy qabul qilmaydigan ba'zi bir odamlar bor. Uningdanmi uningga kirishib olmay vaqtni isrof qilib Yongyuan sho'xi shayga deymiz. Mangu keyingisi deyishni o'rganib olishimiz. To'g'ri xiyarda tepish intayin muhim. Qaragandimi, shu to'g'ri odamni to'g'ri o'rin qo'yish. Ba duydirin fangzai duydi weji jiaozuo ling dao li deymiz. Ya'ni to'g'ri odamni to'g'ri o'rin qo'yishning o'zi rahbarliklarga o'xshash. Sal qish uchunmi to'g'ri xiyarda tanlash texim muhim. Shuandui chitang diao da yu deydi. Ko'lchakni to'g'ri tanlab, belakning cho'ng tutish degan bir gap bor. Shunga o'xshash ko'lchak to'g'ri bo'lmasa, bu yerda beliq olmasa mumkin ba'zi ko'lchakda. Qalmoqsida turavergan bilan baka. Shunga u odamga kirishib qolmay, yana bir ehtiyojli odamlarni izlasak, bir odam bilan to'yib ketmaydi bu jahon. Nurg'un odamlar bor. Bizning hamon shuning ichidan qo'llarga qadar chiqadi. To'g'rimi emasmi? Xuddi bir qo'l kart o'ynab boqqan masala,
Bir qo'l qartning ichida nechta vang chiqadi? Unda shu ikkita vangni biz nimaga o'xshataylik? Oladigan xeydaga o'xshataylik yoki hamkorlashuvchiga o'xshataylik. Unda bo'lsa, ta'limimiz bo'lsa, vang 5da chiqib qoldi, shil saqlam. Qizlarmi bo'lib. Ba'zida vang o'ttirda aralashtirayotgan qarat bo'lsa, o'ttirda chiqib qolishi mumkin. Ba'zida eng oxirgi ikki qart vang bo'lishi mumkin. To'g'rimi emasmi? Demak, bir qancha odam siz rad qilib qo'ysangiz, voz kechsangiz, u vang sizga mangu tabi bo'lmaydi. Oxirgi ishlaydigan odamning, oxirgi barcha beradigan odamning, davomlashtiradigan odamning, ashu qo'l qartni o'ynaydigan odamning bo'ladi. To'g'rimi emasmi? Cho'ng xeridaning erish jarayonimiz, hamkorlashuvchiga erish jarayonimiz ana shunday bo'ldi. Xuddi Stalinning o'zi 500 dan ortiq korxona izlab berib, kino shirkatlarini oxirida 3 qatimdan berib 1900, 1800 elinachi qatim borgan chaqda, andagi eng oxirgisi qabul qilib, shu kino sohasida gigant sho'lpan bo'lgan o'xshash. Bir ikki qatim rad qilib qo'ygan, voz kechgan bo'lsa, Stalinni bugun hech kim tanimaydi. Ramboning ruhi chiqqan odamni. Xuddi Antoni Robin 40 dan ortiq bankaga berib, qarz olaman deb berib, oxirida bir odamning yordam bilan Jim Royning darsga qatnashib, oxirida chempion bo'lganiga o'xshash. Qalaqaroq notiq bo'lganiga o'xshash. Nurg'un odamlar bir necha qatimliq rad qilishlarga uchrab qolib, uningdan voz kechsa, meningcha u haqiqiy pishqan odamning, seç chempionining qalbida arzusi bor, g'oyasi bor odamning qildigan ish emas. Şoňa sizin g'oyangiz, arzuyingiz bo'lsa, aldirab voz kechmang. Bir qancha odamdan rad qilish normal ahvol. Bugun bir qancha odamdan rad qilishga uchrab to'xtab qolsa, bugun Abdurahmon Ma'lum bu sahnada bo'lmagan bo'ladi. Bugun sizlarmi mush qarqancha o'rda bo'lmagan bo'ladinglar. Sizlarmi nurg'un aytqoqayliqlar bilan bugun keldinglar. To'g'rimi emasmi? Biz yana tayyorligimiz bor, ishonchimiz bor, oldimizga qarab mang'alaymiz. Sizlarmi va ekran oldidagi barliq sotuvchilar rad qilishdan qo'rqib qolmaylik. Arzuyimizdan voz kechmaylik. Qo'shilamizlar, qo'shilamamizlar. 10 cho'ng qadam bosqichning birinchi qadami 10 cho'ng qadamning birinchi qadami azroq so'zlandi. Qolgan qadamlarning keyingi vaqtlarda Nahmaydon darsida ansanglar bo'ldi. Qonimliq deganlar bormi? Yana anglaymiz deganlar bormi? Qo'l ko'tarib baqinglar, ko'rib baqay. Nayt yaxshi. Nima deydi? Oltiz. To'g'riroq sahnasi sizlarni qarshi oldi. Okey, savolinglar bormi? Ha, Gulzar. Avval shogirdimdan so'rab baqay. Nima savoli bor? Chunki yaqin oraliq energiya paydo qildi, yaqin oraliq fursat paydo qildi. Hozircha sizlarga qaragan munosabatim sal yaqin. Qolganlarga texi yangi tunishimiz. Shunga fursat mushunday narsa. Qancha burun tunishsak, qancha burun fursat sizlarga keldi. Okey, so'rang. Yaxshimisiz muallim? Yaxshimi? Yaxshimisizlar? Mushu Nahmaydondagi barliq korxonalar, shundaqla ekran oldidagi barliq tirishchan do'stlar, hammalarning kayfiyatiga xayrli bo'lsin. Birga bo'lsin. Rahmat. Oldi bilan men so'zimni minnatdorlik bilan boshlayman. Men mushu ustozim o'zlari bilan 2016-yildan boshlab tanishibdiman. 2016-yildan yoqi izchil turda sizdan o'rganib kelibdiman. Mana bugungi kundagi Xinjiang Nurbilik Sovuchak shirkatining barliq kelishi, shundaqla Mehrim markasininki barliq kelishi o'zlarining turtkisi bo'ldi. Ya'ni shundaqla bugungi kunda shundaq bir cho'ng sahnalarda turishimmi, albatta sizlarning eng cho'ng menga qilgan yordamlarda bo'ldi. Hozirgacha o'zlariningki bir qarindishidek, xuddi o'zlarining farzandlaridek ko'rib, menga shundaq bir mehr muhabbatni berib, izchil armay talmay Mağın şundaq bir bilimlerini berip, bugünkü gündeki şundaq bir yaxşı markaning barlıq kelişige, şundaqla yaxşı bir mahsulotning barlıq kelişige, çoğ tehbilerini qoşqan sizlarga, Qaltis ustozimga, hammadan bakchin yuragimdan tashakkurimni bildiraman. Rahmat sizlarga ustoz. Rahmat. Xo'sh, savolingiz? Men bugun sizdan so'raydigan ikki savol tayyorlab qilib keldim. Bir savol, qanday qilgan vaqtda, bir vaqtda tunji qadimdala qarshi taraf bilan hamkorlash qilib bo'ladi, ya'ni qarshi tarafdan pul olib bo'ladi. Bu birinchi savolim. Endi ikkinchi savolim, bu bir psixologik savol. Meningki, endi bu kamchiligimmi yoki ortiqchiligimmi bilmayman. Men mushu shirkat biz boshlig'ili 8 oy vaqt bo'ldi. Mushu jarayonda men boshqalarga o'zim tunishtirgan vaqtda hargiz men mushu shirkatning lideri demayman. Odatda o'zimni bir xil to'van ko'rishmi yoki bo'lmasa o'zimningki bir boshqalarga boshqa ta'sir berib qo'yishdan qo'rqamanmi?
boshqalar bek so'rg'an vaqtda shirkatning qurg'uvchisi kim u deb so'rg'an vaqtda anandan keyin men ekanligini deb berman. Nurg'un qitim mush kichik tarbiyalashlar bo'ldi. Nurg'un vakolatchilar mendan bunday so'radi. Shirkatning qurg'uvchisi kim u xonim? Shu xonim bilan shu odam bilan bir tunish baqsaq bo'lamdi deganda, yanimdagi bir yordamchim, "Voy oldingizda tamomda mana bizning shirkatning lideri shu" dedi. Degandiki, shuninglar qog'larning hammasi hayron qoldi. Men texi mushib bizning shirkatdagi vakolatchilarni tarbiyalaydigan bir yetakchi ustoz o'xshaydi debdimiz. Shirkatning qurg'uvchisi ekanligini bilmabdimiz deb so'radi. Shunga boshqalarga shu gapni endi deb tushuntirishim kerakmi yoki shu holatda shu holatni saqlab menishim kerakmi? Nayt yaxshi, men bir-birlab javob beray bo'lamda. Birinchi savolingiz, qanday qilganda bir qatimda ham qoyil qilib oldi. To'g'rimi? To'g'ri. Buni hamma odam orzu qiladigan ish deyman bu, ha? Lekin javob har qanday sodada bir qatimda ham bitib ketishdi, unchalar yuqori olmaydi. Chunki avayda bitdim, mobatashgan o'xshaydi deb. Endi alayda, ya'ni siz to'g'ri xayrda topalgan chaqda. Tushundingiz? Endi qizlar alimini gibi qilib berdim avval. To'g'ri xayrda bo'lsa, ehtiyoj shunda ba. Ashta bir uchurni izlayotgan. U chaqda shu bir qatimda bitishdi, nayt yuqori bo'ladi. Qolganlari siz tayyorlig'ingiz atrofda qo'ygan chaqda. Agar yana ehtimollik bor deyilsa, sizning tayyorlig'ingiz qancha puxta bo'ldi? Shu xayrlarni tushunishingiz shuncha yetarli bo'ldi. Masalan, Yaponiyalik setish chempioni Yuan Yipeng gibi qilib berdim. Bu odam bir qatimliq setish uchun oz deganda 1 oy 2 oy tayyorlik qildi ekan. Chunki bu maxsus cho'ng xayrlar tutdi ekan. Bir xayrda setish uchun bir sug'urta shirkatining sug'urta shaydi, bir cho'ng 1400 odam bor bir korxonacha setish uchun bu da bir necha yil oy tayyorlik qilgan. Yana ash odamningki avval shirkatdan tushungandan keyin shirkatining butun materiallarini ratlab chiqqan. Tomliq choplab turib, uning kasblarini tushungan, uning kelgusidagi yuzinishlarini ashchiatdan azroq hatto o'rganish qilgan. Chunki ashlardan fikrlash uchun shu bir gaplarni bilish kerak. Qaratni qarab turibdi. Anondan keyin shu odamningki yana davomli hatto qiyin bir masalalarni shirkatningki ba'zi yordam beradigan bir fikrlarni janjallardan maxsus so'rab kelib tayyorlab qo'ygan. Chunki yordam qilib qolsam, men yordam qildi degandek. Anondan keyin hatto shu odamni yaxshi ko'rinish uchun u odamningki adam qanday yaxshi ko'rdi? O'ziga o'xshash odamlarni. Chunki hammamiz o'zimizga xilimizdagi o'xshash tutganlar aralashishimizga, do'stligimizga o'xshaqo. Demak, osh odamdan do'stlash uchun, yaqinlashish uchun osh odamning kiyinishidan tortib do'rg'an. Ya'ni uning xizmatchisi uydagi o'jdar kiyimni jo'g'ilib beradigan gençlikxonga tang berib, kayini kirib shurib, kiyimning markasini tortib, hammasini ko'rib olgan. Odamdan kelgan kiyimni maxsus rasm tortib, avval rasmni egallagan. Shunga o'xshash kiyimlarni olgan. Ondan keyin bu odamni yeydi tamoqxonalarga borgan yerini ko'rib, qanday tamoqxonalar yandagi o'chatmagandan keyin yandagi o'rinni qarab, osh odamning buyurtgan tamoqlarning hammasini tizimlagan. Yaxshi ko'rgan tamoqlari deb. Hatto bu odamning golf top o'ynaganligini yaxshi ko'rdi. Bilib bu odam maxsus shu odam yaqilish uchun golf top o'ynashni o'rgangan. Shuning bilan butun u odam tayyorliklar har qaysi jihatdan qilgandan keyin rasmiy atlangan. Lekin bevos odamni ko'rishib, maqsadning gapini qilmagan. U odam golf top maydoniga odamning har haftaning yakshanba kuni tushdan keyin soat 2 bilan borganligini yoki ba'zi kunlari 11 bilan borganligini degandek vaqtlarni muayyanlashtirgan. Shuning bilan 11 bilan borgan. Berib shu odam o'ynaydigan maydonning o'zida golf top o'ynagan. Shu odam kiydigan markadagi o'xshash kiyimni kiyib saqlab turgan. Siz o'ynagan odam bo'lsangiz, sizning o'ynagan maydoningizga o'xshash kiyim kiygan bir odam bo'lsa, daqiq qilamiz, qilmamsizlar. Bosh so'rinda o'qib qolsam, "Voy" deb qarab baqsizlar-ku. Demak, "Voy" deb diqqatini tortgan. Shundan adab bil o'ynayil deb o'ynagan. O'ynagandan keyin siz nima ish qilsiz deb u odam so'ragandan keyin adab fikrlashib, shu odamning shirkati to'g'risidagi Alloh burun nurg'un gaplarni egallagan bo'lgandan keyin shu sohada degan ajoyib u odam bilmaydigan gaplarni qilayotganda, "Voy, sizni qaytadan tunyapman" deb heyliq odam o'zi xarida aktiv bilan heyliq odamni tomoq taklif qilgan. Tomoq taklif qilgandan keyin tomoq buyurtding deb hurmatlan desa, 2 metr tomoqni buyurgan. Lekin qana tomoqdi u? Heyliq odam yaxshi ko'rgan tomoq. O taqdir degan mana yonfin 2000 yil o'xshashib qilishimiz, kiyimimizni tatib o'xshash bo'lishi, tomoqlarimiz o'xshash bo'lamdi, bo'ldi. Ikkimiz qayerdash o'rakmiz deb ikkisi aloqalanib ketgan. Donglyo, shilyo, har qis yerlardan paranglashib, oxirida yana o'zining kostyumlarida chiqqan o'xshagan, asolan paranglashib, nurg'un yaxshi gaplarni qilgan. U kuni maqsad to'g'risi hech nim demay, o'zining sug'ur sotmoqchi bo'lganligini demay, xo'shashgan.
Keyin davamlı top oynashib, tamoq yeyib pishirib, o'ylab odimsi, "O'yras, men o'zimniki bilan bo'lib ketibdim. Siz nima ish qilsiz? Men sug'urt sotaman." Degandan keyin, "Voy, nega yaxshi do'st bo'lib qoldik? Men to'xtab turing" deb shirkatga telefon qilib, shirkatning ahvolini so'rab o'tib, shirkatiga "Men hozir sizga o'rashtirib qo'ydim. Bütün şirketninki 1400 xodimga shirkatingizning eng yuqori sug'urtasini setib, ya'ni ularga sizni setib olay degan. Demak, ma'noni qarang. O odam desa, masalan, gapini qilmadi, lekin xerdag'ini tushunish uchun ajoyib kuch chiqadi. Tayyorlik qildi, qaratmoq fikrlashdi, do'st bo'ldi, badal to'ldi, sug'urtasi bir vaqt bitib ketdi. Demak, biri to'g'ri xerda topgan chaqda, ikkinchisi xerda bilan yaxshi bo'lgan atrofliq tushunib, uningga yardimingiz avval tekkan chaqda. Sizlar yaxshi sotaman desanglar, yana bir narsa. Yana bir maxfiyatlik. Sizlar avvallam ilm olaman, foydalama demay, avval beringlar. Bir do'konchi bo'lsa, siz kiyim olmoqchidingiz. Boshqa yerga olsangizmi oldingiz. Sotmoqchi bo'lgandan odamdan ep qo'ying. Aman olasiz. Eng yaxshi sotuvchi bo'lish uchun yaxshi bo'lgan og'achi bo'lish kerak. Tushuninglarmi meni? Siz shu odamdan ep qo'ying. Shu odam atrofimizga odamga yordam qilib qo'ying. Yarshar yumaloq aylanib kirdi. Tortish kuchining qonuniyati. Odamlarni odam gerçekki bug'ib o'tish kerak, qarz qilib o'tish kerak. Ondan o odamning sizni rad qilish nisbati pekimi to'valaydi. Chunki u burun sizdan bir narsa epsag'an. Qaytumsan bo'lmaydi degan psixika hozirlandi. Tushunadingizmi siz bu gapni? Sovg'atlarni berib o'tish, mulozimatdan avval qilib o'tish. Har xil usullar bor. Men mohiyatini tushunadimsiz hozir. Demak, bu mu yana bir usul. Tayyorlikni pixtash qilish, to'g'ri xiyada tepish, avval odam gerçekka qarz qilib o'tish. Bu mu bir qatimda qoyil qilish, kasbiy bilim yuqori bo'lish. To'g'ri emasmi? Universal tayyorlik bilan. Shunga az deganda 4 xil usulni deb berdim hozir. Avval ishitib sinab baqing, bo'lmaganda yana men bor. Rozi bo'ldinglarmi? Okay, javoblar bo'lsa. Ikkinchi savol. O'zimning liderligimni demamdim. Siz marka ikki xil bo'ldi. Birisi shaxsiy marka, yana birisi korxona markasi. Şirketlerin liderlerinin kimligini tanımaydı azıcıkça. Lekin maslahat nima demiş yıldı. Onda sizni tunusun buldu. Tunumusun buldu. Gap siz qaysi markani yaratmoqchi. Tushundingizmi meni hozir? Ba'zi shirkatlarning markalarini tunamsizlar, xo'jayinni? Ba'zilarini tanıymiz, ba'zilarini tanımaymiz. Shunga sizni endi o'zingiz tunusingizmi mayli. Menimcha bundan ikki shaxsiy marka bilan ikki marka teng ma'noda yaxshi. Lekin ikkisi o'xshashmagan uslubda menish kerak. Tushundingizmi meni? Tushundim. Endi siz lekin shirkatning markasini, shirkatni bekrak tunsanglar, kamtarlik bilan o'zingiz lider deb lekin davring demisiz olmaydi. Ya'ni boshqa odamga ishonch bermisiz olmaydi. O'zini lider demay o'tgandan yo'qolib ketganda bizning lider deb qolmasin. Har vaqt o'zingiz deb turing. Lekin liderlikni eling, to'hpini olmang. Har vaqt mushu shirkatning gullanishi, taraqqiy qilishi sizlar ilg'or vakolatchilardan rahmat sizlarga deb turing. Tushundingizmi meni? Tushundim. Mas'uliyatni ustingizga eling. Nimani rahbar deymiz? Bir turkum odamlarni tashkillab, eng qiyin masalalarni hal qiluvchi. Nimani rahbar deymiz? Har qanday japa mushakil qaramay o'z qo'shinni g'alabaga erishtirish uchun tayyorligi bor odamlarni, eng cho'ng mas'uliyatni ustiga olgan odamlarni lider, rahbar deymiz. Shunga siz liderlikni olgan kundan boshlab mas'uliyatni ustingizga oldingiz. Mas'uliyatni eling, to'hpini bering, eng to'g'risi shu. Qo'shilamsiz? Qo'shildim. Okay, sizlar ham qo'shilamsizlar? Okay, rahmat, otasingiz bo'ldi. Shinjong Nurbilik Sochak shirkati lideri Gulzar. Okay. Xo'sh, siz so'ramsiz, ma'qul ep bo'ldingiz tayyorlik bilan. Siz boshqalarni o'kdim. Yaxshimsizlar, ekran oldidagi barliq suyimli do'stlar. Beijing Alvilyon guruhining Shinjang ijroiya lideri Farizat Bijitin hammanglarga mehrlik, o'tliq salomlar bo'lsin. Bugun to'limi yaxshi bir dars angladim. Bugun mana shunday so'rinda faxrlik ustozimiz, tadqiqotchimiz Xalmurat Abdulaziz muallimni satmasam, bugungi darsingizga yuz kelmayman. Shunga 1 minut vaqt bersangiz. 30 sekund. Bo'ldi. Xalmurat Abdulaziz muallim Urumchida tug'ilgan, 13 yoshidan boshlab ishga o'lkalarda to'liqsiz to'liq o'rta maktab, oliy maktablarni tamomlagandan keyin
Germaniyadagi Dojishin tajribaxonasi, Amerikadagi Sabinsa tajribaxonasidagi professor ustozlarni ulgi qilib o'rganib, shu davlatimizdagi tunji Kırım buyumları tədqiqatı bilan şug'ullangan eng yosh, eng iqtidorli muallim. Mana shu 10 yil jarayonida Xalmurat muallim 380 xildan ortiq mahsulotni tadqiq qilib yasadi. Lin Zhilin, Gofchun qatorliq xalqaro dangliq cho'lponlarning 100 necha dangliq cho'lponning shaxsiy teri asrash maslahatchisi bo'ldi. Bu jarayonda teri asrash sohasidagi bilimlarni qizib, siz eng go'zal 60 günde güzel buluşunun sırrı qatarlıq 4 kitabını yazıp çıktı. Bu kitapların içinde 2 kitabı Kore, Yapon tillerine tercüme kılınıp şu devletlerine ait kızgın alkışqa erişti. Bana yakın 2 yıl oldu. Elvilyon markasındaki ter asrash mahsulotlarını Şinjan'la emas bütün Jungo'daki hanım kızlarımızdan tabii güzel buluş için sundu. Bayısızlığınız, men hocaplayman deb bundan keyin bizning Xalmurat muallim tadqiq qilib yasagan so'q yuz chapliqimiz, ya'ni mexaniklik numeri. Bo'ldi, rahmat. Savolingizni so'rang. Mening savolim, baysiz darsingizni dedingiz, bundan keyin xaridor kasblashgan kishilarga, kasb egalariga qarab ma'qul deb. Haqiqatan ashta bo'yatdi. Tüdөгün biz bir şu Şinjan Uyghur Abdurmayadagi bir doktorni o'zimizga vakolat qilib akirdik. Ayt yaxshi. Savolingiz? Savolim mana shundaq kasb egalariga qarab mengayotgan vaqtda, hozir 2 yil bo'lib qoldi, shu teri asrash, kirim buyumlari sohasida nurg'un yangidan korxonachilar paydo bo'lyapti. Xuddi yomg'irdan keyingi bambuk notisida kunda 1500 xil marka bor ekan anglasam. Okay. Endi sizlar mana shundaq bir faxrlanishga tegishli ustozlar, nurg'un korxonachilarni tarbiyalayapsizlar. Sizningcha mush mezgilda, ya'ni 2021 yil 1-oydan boshlab davlatimizningki mush kirim buyumlari bo'lgan talpina oid qattiq bo'ldi ekan. Bu xabarlarni balkim hammanglar angladinglar. Savolingiz qisqarting. Vaqt jang bo'landa boshqalarga vaqt bering. Mana shundaq vaqtda yangidan paydo bo'layotgan korxonachilarimiz cho'qim shundaq kasblashgan o'rinlardagi kasb egalari bilan hamkorlashish kerakmi yoki cho'ngga qilish uchun o'z oldiga marka barpo qilib shirkat qurish kerakmi? Mana shundaq korxonachilarimiz yangidan paydo bo'lib, masalan, ma'lum bir guruhdan ayrıliblar, nurg'un pulni ko'tariblar, marka ekyapti, o'zingiz ko'ryapsiz, anglayapsizlar. Bayısının dersinizde mi bir gapni dediniz, biz çoğun başkalarına menfaat yetkizishimiz kerak deb. Bu yerdagi menfaat nima? Korxonachilarda bulishga tegishli bir buruch. Bizning bir qism undidor savdogarlarimizda, yetakchilarimizda mana shunday buruch tuyg'usi tuvallab ketib bordi. Qanday qilsak jiq foydalimizni o'ylaydi. Savolingizni qisqartiring. Bir og'iz gap qisqartib beqing. Bir qurun. Savolim mushu korxonachilarda mushu yangi paydo bo'layotgan korxonachilikda mushta buruch tuyg'usi qanday qilganda mushta buruch tuyg'usini yuqori ko'taramiz demoqchi. Boshliqsidan oxirgacha yaxshi jiddiylashtiryapsiz. Meni oldinda xil odam jiddiylashadi. Unda bo'lsa bundan keyin shu tayyorlik qilamiz. Savol so'rashqami? Tayyorlik ketadi. E'longa yaxshi tayyorlik qilibsiz, savol yaxshi tayyorlik qilmay qolibsiz. Lekin ish yo'q. Xalmurat kelishgan yigitgan 4 paj kitob yozibdi. Mushunda yigitlar texnik ko'p bo'lish kerak. Savolingizning o'zi yaqin korxonachilar bir 2 xil savolingiz o'xshamadi-ku. Shunga men hozir qaysi javob berishni uqolmay qoldim. Birlik gapga dang. Mushu kasb egalariga qarab yuzlanish to'g'risida bo'ldi. Ash to'g'risida qayta bir ta'kidlab berishingizni umid qilaman. Yaxshi, 3-chi savol oldi. Okay, bo'ldi, men tushundim. Okay. Unda bo'lsa, mayli, egalik tiklashuvchilar bo'lsin, mayli qaysi sohadagilar bo'lsin. Endi egalik tiklash uchun odamlar cho'qim to'g'ri tanlash tegishli nurg'un narsalar bor-ku. To'g'ri bo'lgan cho'qim sahnani to'g'ri tanlash kerak. To'g'rimi emasmi? Mahsulotni, masalan, o'sha sohaning o'zini to'g'ri tanlaymiz deymiz. Nasib bu shundamer deymiz. Cho'ng ishni to'g'ri tanlab kirgan bo'ldi. Nurg'ulg'an sohalardan kirim buyum sohasi, sog'lomlik sohasi, yana bir soha degandek, cho'ng ishni tanlash kerak. Endi cho'ng ishni tanlab bo'lgandan keyin kichik ishni tanlash kerak. U dal rahbar.
ixtisos egalariga eng muhim bo'lgan narsa rahbar. Chunki shu rahbarning ideyasi. Iloqi bir gap bor-ku, 火车跑得快不快，全靠车头带的. Bir nimaning qanday bo'lishi uning rahbariga bog'liq, to'g'rimi? Shu rahbarlik qo'shinining shu korxonaningki qanchaki kasb egisi, shu o'z kasbiga, o'z sohasiga o'zini beg'ishlagan bo'lgan odamlarga agishadigan chaqda oxir chiqadi. Nuqul bir savdo yo'lini o'ylab, pul tepishni o'ylab, kasbga muhabbati yo'q odamlarni qilgan chaqda pulni tepib olgandan keyin 4 kundan keyin u odam tashlab ketsa, u agashgan odamlar oxirini chiqaramasa mumkin. Shunga albatta biz kasb so'ygan odamlarni va o'z burchini uchun kurash, ya'ni tirishayotgan odamlarni biz cho'qim alohida agasak bo'ldi. Bo'lamda? Rahmat. Hozir shuning bilan buna qilaylik. E'lonnimi biraylik. Ya to'xta. To'xtang, ama yigitlardan birisiga anandaki aralashtirib kelsin. Bo'lamda ma ayollar olib kelsin, ama erlar sal turib, sal achchakib qilib. Salom muallim. Salom. Mikrofon yaman test keldi. Men o'zimni qisqacha bir tunishtirib o'tsam, Sirliq Güzel shirkatining qurg'uvchisi Akbar bo'lman. Burun hukumat o'rnida ishlab, istifa berib ham chiqqani yoqi, mushu asos qatlamdagi qiz ayollarizningki turmushni o'zgarish jarayonida to'xtamay tirishib kelyaptimi. Butun vujudim bilan, yurgim bilan tirishib kelyaptimi. Hamda bu jarayonda bizning qog'onlarimiz boshqani deb o'tamayli, mahsulotda xoslik bor. Xoslik bo'lish bilan birga biz bultur bu yil 7-oyda Qashqar viloyatiga 200 ming yuanlik mahsulotimizni so'qildik. 10-oyda Aqsu viloyatiga 200 ming yuanlik mahsulotimizni so'qildik. Demak bu olgan qo'l, bergan qo'ldan afzal degan gapingizga qarata biz to'xtatmay berib kelyapmiz. Endi bizningki tutgan asosiy bozorimiz asosiy qatlam bozor bo'lg'achqa bizga agashkichlarning ko'pinchisi 95% deb qo'ysak ham ortiq ketmaydi. Mush yezidiki dehqon qiz ayollar bo'lg'achqa bular o'zini setishda, ya'ni mahsulot setishdan burun o'zini setishda 60% deganlarga o'zini setishda bularniki o'zini yengishi toza muvaffaqiyatli bo'lmay qolyapti. Endi qanday vaqtimizda bizning mush asos qatlam qiz ayollarimizningki shu o'zini yengib mahsulot setishda texmi yaxshi bo'lgan bir usullarni o'rganib, kirimini ko'paytirishga qaysi bir qanday bir yaxshi bir usullar bor, mush to'g'risida bir tushunishlarni bergan bo'lsangiz, buni cho'qim mallam emas, bizning guruhdagi bolalar emas, butun sohadagi korxonachidagi do'stlarningki, vakolatchilarningki bilmoqchi bo'lgan mu bahs deb qarayman. Rahmat. Nəhayət yaxşı sual oldu ya. Endi bu o'zini yengish, ya'ni bu o'ziga bo'lgan ishonch bilan munosabatli narsa. Avval bir gapni qilgandim-a, sechish chempionlari bo'lish uchun avval ishonish kerak. O'ziga, mahsulotga, shirkatga degandek, to'g'rimi? Endi bu endi yeziq shaxtlik ba'zi ayollarimiz albatta nurg'unlari, oila ayoli, endi burun so'dlarni qilib baxmay turib, endi bir musaha atlanganlarmi xali ko'p. Shuna bo'lgandan keyin tajriba yo'qligidan ansiraydi. Odam endi qo'rqituvchi bir odamning tabiatida ikki narsa bor. Biri ojizlik bor, bir oshko'zlik, bir qo'rqinchlik deydigancha. Masalan, ularning o'ziga bo'lgan ishonmasligi hamda dastlabki normal ahvol. Chunki dastlabda hamda ular boshqa chiqib baxmagandan keyin tamtiraydi. Qanday qilamiz? Shirkat jihatdimi bularga davomli shu tarbiyalashni, ideya berishni, andan keyin sizlar shu avval bir namun tiklab chiqishinglar kerak. Har qaysinglar masalan, shirkatinglarda mesela bizningki shu rahbarlarimizdan Deng Xiaoping degan kishi islohot etish yo'l qo'ydi. Yo'l qo'ygandan keyin yakiyliklar ya'ni umumiyliklar yakiylik bo'yicha qilib qilgan so'dlarni echib etgan chog'larda nurg'un odam ishonmadi. Nurg'un odam qilish ko'ziga yetmadi. Bu chog'da shunda oqilan bir tadbirni o'tirib qo'ydi. Ya'ni Xian rang yi bu fen fu qilay dedi. Avval bir turkum kishilarni beyitishimiz kerak dedi. Nima uchun? Shu vaqtki shu so'dini erkin qo'yib aytganga ishonmagan odamlarga, o'ziga qilishga ishonch bo'lmagan, o'ziga ishonmagan odamlarga avval bir turkum millionerlarni, katta korxonachilarni tarbiyalab chiqarsa, olib pul topgandan keyin, esil mashinalarni haydab kelgandan keyin bularni butun yerlarda tashviq qilsa, o chaqda haliga o'ziga ishonmagan odamlar anda bir-birlab shahay shu dengizga sakrab savdo qiladi. To'g'ri emasmi? Siz kunda o'zingizga ishon degandan har qanday odamga bugun o'zing ishon, qarab baq,
palon yeriki öyle ki dağlık palanı bayxenimi bizga hamkorlashib olgan deb pustoni yamanmi bizga hamkorlashib olgan natija qozondik desangiz ha deydi bak qiziqmaydi. O'ziga o'xshash odamlarning ichidan natija qozonganlarni ko'rgan chig'ida ular boshqacha qiziqadi. Tushundingizmi ma'nosi? Balangizga cho'larning hikoyasini deb bersangiz ha deydi. Qara palaning bolasi munda oldi desangiz, a balalarning hikoyasiga men qila olayman deb turib deganni qiziqadi. Tushundingizmi aka nazar? Shuning o'xshash sizlarmi odamlaringlarga, ishonch olmaganlarga ishonch berish uchun avval bir turkum shu oddiy ayollarni tarbiyalab chiqinglar. Ularni tarbiyalashiga pul qashtinglar, vaqt ajratinglar, yordam beringlar, ularni ta'zov qilinglar. Tushundingizmi meni? Anandan keyin bir turkumlari oddiy ayollarningki oddiy shu jarayonlarni bütün videoga ilinglar. Oddiy turmushidan boshlab o'zgarish jarayonlarini, oningki o'ziga ishonmaydigan, mushaygan holatlardan qad qomat tikib turib, jazbidor sahnalarga chiqqan holatlarini, oddiy dehqon ayoldan shunda bir chaqlaydigan bir odam aylangan vaqtlarini, shu hikoyalarni sizlar kimli ko'rgan chig'ida iliq oddiy ayolmi bir narsa topadi. O'ziga o'g'a ishonch. Chunki o'ziga o'xshash bir odam natija qozondi. Tushundingizmi mana o'zini? Tushundim. Shunga birisi shu. Avval bir turkum natija qozongan odamlarni yechib chiqaringlar. Mablag' solamiz. Bu chiqim emas. Mablag'. Ikki gap. Tushundingizmi mana? Shunga u mablag' degan qaytib keltirish uchun solamizmi? Şuna bir sım adamlarni jamiyatga 200 ming ko'miyani qilibsiz, bir odamingizga 20 ming ko'ylak dazov qilsangiz bo'ladimi unda? 50 ming ko'ylak qilsangiz bo'ladimi unda? 4 odamingizga 200 ming ko'ylak narsani qilib 4 oddiy ayollarga qozondiring, qolgan 400 ming oddiy ayollar o'ziga ishindigan bo'lib chiqdi. Mana gap tushunadiganlar bormi yo'qmi? Shunga bu o'xshamaydi. Tushundingizmi mana? Shunga avval bu shularga bir umidni ko'rgizing. Kelgusini ko'rsating. Ondan keyin albatta bu sizlarningki shu unidor sohasi bo'lsin, bu sohami bir qo'lda cho'qim ham tarbiyalash yapmamsa olmaydi. Uning masalasi ideyadagi masala bo'ldi. Shu ideyaga kuchaymiz. To'g'ri emasmi? Korxona madaniyati degan bir narsa bor. Undan o'zgacha shunda bir adillarimizni har qancha yetaklaydigan yaxshi bo'lgan bir o'zgacha o'zinglarning tarbiyalash sistemalarini, korxona madaniyatlarini barpo qilsanglarmi, buning intan cho'ng foydasi bor. Hamda o'ziga ishonch berishda yana birisi u odamlarga, yangi kirgan odamlarga sizlar mashina ol, uy ol. Demak, oylik vazifangiz 5 ming ko'y deb beqish. Oyda 10 ming ko'y, 20 ming ko'y. Cho'ng muvaffaqiyat, kichik muvaffaqiyatning yig'indisi. Avval ularga haftalik nishon, kunlik nishon, kichik nishonlarni belgilab berib, shuni nima qilgan aman ularni ko'proq maqtab, ko'proq ilhomlantirib, ma'u quproqlik o'qitib o'tmay, ondan keyin bir-birlab ularni nishonga yetib bo'lgandan keyin azroq ishonch oshidi, yana azroq ishonch oshidi, bag'ancha o'zini bir yengdi bular. Tushundingizmi meni? Ko'proq ilhom beringlar, ko'proq maqtanglar. Bir talant egisi hargizmi tanqidlashdan emas, ilhom berishdan, madad berishdan o'tirib chiqadi. Shu odamning haqiqiy go'har ekanligini o'ziga ishontiringlar. Tushundingizmi meni? Shunga bu xil usulni sizlarga yana bir manfaat qildi. Bulamda avay qilsa o'ziga tiklaymiz. Yana birisi ilhom beramiz, madad beramiz. Shunisi nishonni bek ularga cho'ng qilib etib, qo'qitib yetamay, asliga o'ziga ishonmay turgan odamlar nima ketmas. Ularga avval sal osmondagi oyni tutib keldimay, avval bir o'ziga chiqding. Anandan keyin binoning yana bir istiryoq bino chiqib baqsin, bir niqib baqsin, bir bilab yassin. Ishonchi oshidi. Tushundingizmi meni? Tushundim. Shunga mavzularni qilib baqsangizmi? Nayt yaxshi. Endi qolganlarga vaqt bermasa bo'lmaydi. Shunga mavzularingizga 3 xil usulni deb berdim. Tashakkur muallim. Bo'ldi, yaxshi javob beraylik, ha? Yaxshimsiz Abdurahmon muallim, yaxshimsizlar barliq korxonachi do'stlar, yaxshimsizlar ekran oldidagi do'stlar. Men Shohguzal shirkatidan keldim. Ismim Aynur qiz. Shohguzal shirkati 10 yildan ortiq Shinjang bozoriga kirgan jarayonda izchil shu kasbiy doktorlar kasbiy jihatdan maslahat berib, do'konlarni yetaklash orqali, do'kon mulozimatini qilish orqali taraqqiy qilib kelayotgan. Endi shu yaqinqi 1,5 yil jarayonida undidor savdosiga aylantirib, bir turkum oila ayollarini yetaklash orqali undidor savdosiga aylantirib qilyapmiz. Endi mening so'ramoqchi bo'lgan savolim bo'lsa, biz shu do'kondorlarni asos qilib maqsaq bekroq taraqqiy qilmizmi yoki oila ayollarini tarbiyalash orqali asos qilib taraqqiy qilsak
bekroq taraqqiy qilmizmi? Bu birinchi savolim. Uningdan keyin meniki mush ko'pchilik demoqchi bo'lgan yana bir so'zim nurg'un undidor savdosi qilayotgan do'stlardan siz nima ish qilyapsiz deb so'ragan vaqtimda ular men bika ailda deydigan javoblarga bek to'liq erishdim. Endi ularga deydigan savolim bo'lsa, bu undidor savdosi nurg'un oilada o'ltirayotgan, ish o'rni topolmayotgan, qiyinchilik ig'ir ayollarni, bir turkum ayollarni o'zgartdi. Ularga yaxshi sharoitlarni hozirlab berdi. Mushundaq korxonchilar o'tirg'i chiqish orqali, mushundaq ma'rifdagi o'qituvchilar o'tirg'i chiqish orqali ularni yetaklab, pul topolmaydigan, hech nimani uqmaydigan oila ayollarni yetaklab chiqdi. Ishchi xizmatchilarmi mushu 6 soat, 8 soat ishlaydi. Shu ularga deydigan gapim izchillik bo'lsa, yetakchisiga moslashsa, cho'qim mush pul bergan kasbga, nom bergan kasbga. Vaqt yetmaydi. Savolim bo'lsa, mushu do'konni asos qilsak, bekroq taraqqiy qilandik yoki shu u birinchi savol, ikkinchi savolni o'qimay qoldim. Okey. Bir savolga javob beray, bir savol deb ikkinchi savolim degan shaqasi yo'q, Undan bo'lsa, nihoyat yaxshi bir savol o'tirib qo'ydi. Ya'ni bizning mushu vakolatchilarimiz yoki do'stlarimiz dukkan etishni asos qilsa yaxshimi, undar savdosini asos qilsa yaxshimi? Taraqqiy qilsa yaxshimi demoqchi. Undar savdosi qilgan asos qilamdiq, dukkanni asos qilamdiq. Ikkilisini birga birlashtiramiz. Javob. Allı burun davlatimiz necha yil burun likachang zongli xuliyavangcha deydigan bir narsa o'tirib. Internet qo'shilgan. Albatta, barliq kasblar bundan keyin cho'qim internet bilan bog'landi. Albatta bu elektronlik savdoning undar savdosi bir tarkibiy qismi. Elektron savdo bir 100 bo'lsa, ham bo'lsa, undar savdosi bir tiyan deymiz, bir cheket. Endi sizniki xuddi tanilgan ruhdek ikkilisi bo'lish kerak bu yerda. Siz undar savdosimi taraqqiy qilish kerak. An'anaviy savdo do'konlaringizmi o'zining savdosini an'anaviy savdolarga bog'lash kerak. Tushundingizmi? To'g'ri bo'lgan savdongizning mulozimati anda xaridorniki sayugan degan bir narsa. Do'stlar, yaxshimisiz ma'lum. Vaqt munosabati hozir to'xtatilgan bo'lib qoldik. Javob bundan qisqartdim. Ikkilisini epmenish kerak. Bir-birisidan ayrilanmaydi. Hamon shu yerda to'xtaydi. Okey? Undan ko'pchilik hammalarga rahmat, darsim shayda oyoqlashdi. Oldi bilan Abdurahmon ma'lum ko'p rahmatimizni bildiramiz. Rahmat ma'lum. Anda bo'lsa bugungi darsimiz mushada tamom bo'ldi do'stlar.